Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar? Vaqtinglarni ajratib qo'shilganiga rahmat. Vebinarimizdan boshlaymiz. Bu vebinarimiz nima haqida bo'ladi? Birinchi shu narsani aytaylik, keyin o'zim haqimni tanishtiraman. Bugungi vebinarimiz bizani kompaniyamizdan tanishtiruvi, Destek bilan tanishuv, House tizimsizlikni qanaqa qilib, nimadan kelib chiqadi, qanaqa qilib uni yechish, oldini olish yo'llari, boshqaruv asosiy xatolari, qanaqa qilib tizimsizlik, o'g'rilik yoki yo'qotishlarni oldini olish. Undan tashqari biznesni avtomatlashtirish 5 ta qadamini ko'rib chiqamiz. Asosiy qadamlardan 5tasini. Undan tashqari amaliy yechimlarni ko'ramiz, keyslarni. Bitta определенный keys tahlilini ko'ramiz. Uni qanaqa qilib marzani kamaytiruvchi omillarni oldini olganimiz va определенный summani qaytarganimizni. Ishga tushish jarayonida qanaqa qilib ishga tushirish, nimadan boshlash kerak, e, nima proseslar bo'lishi kerak, o'sha hamma narsasini ko'rsatamiz. Bizdan oxirida shu vebinarda qatnashganligi nima maxsus taklifimiz borligini ko'rsanglar bo'ladi. Mani ismim Po'lat Saidalov, shu Destek korxonasida sotuv bo'limi rahbariman. Biz bilan birga Karimov Jasurbek sotuv menejerimiz qatnashadilar. Ikkalamiz birga bugun ko'rsatamiz sizlarga vebinarni. Hop, bugungi temamizning nomi zaxira va buyurtmalarni tizimli boshqarish. Marjani, nima marjalarni yo'qotayotganini qanaqa topish va pullarni aylanmaga qanaqa qaytarish yo'lini ko'rib chiqamiz. Hop, biza haqimizda kompaniyamizning nomi Destek, produktimizning nomi Logix. 20 yildan beri bozordamiz, imенно ERP sistemani qo'yish bozoridamiz. Biz faqat ERP sistema emas, undan tashqari yechim sotamiz. Yechim deganda konsultatsiya o'zlarini optimizdan kelib chiqqan holda klientga yordam beramiz. Bizdan sistema sotib olmasa ham tekinga maslahat beramiz, do'stona maslahat. Kompaniya 1,5 mingtadan oshiq kompaniyalarni biznesini o'rganib, sistemani qo'yib berganmiz, yordam berganmiz. 6 yildan beri O'zbekiston va Londonda filiallarimiz bor. O'zbekistonda ham 35 tadan oshiq klientimiz bor. Shulardan 10tasi yirik sanoat korxonalari. Asosiy farqimiz bu sistema Ozarbayjonniki bo'lgani uchun, bizning mentalitetga yaqin bo'lgani uchun O'zbekistonga moslashish unaqa qiyin bo'lmadi bizga. Hozir ham ko'p klientlar bilan gaplashyapmiz. Ularning sistemasi bilan, o'z ishlashi bilan bizning sistemamiz juda yaqin keladi va ko'pchiligi ma'qul kelyapti gaplashayotganimizda. Hop, house haqida gaplashamiz. Nima nima narsalar housega olib keladi? Hop, o'zi вообще nimaga bu temani boshladik biz? Bu temani tanladik. Ko'pchilik vebinarlar yoki qanaqadir sotuvlarda faqat qanaqa sotish, pullarni ko'paytirish haqida gaplashiladi. Biz nimaga bu narsani tanladik? Chunki aytaylik, futbolda hujum bo'lgan bo'lsa sotuv, bizni himoya, ya'ni sizlarni ostatkanglardagi pullarni yoki qanaqadir ko'rinmas yo'qotish tochkanglarga urg'u bermoqchimiz, чтобы sizlarga kelayotgan foydalarni ushlab qolish uchun. Aytaylik, qanaqadir chelak bo'lsa, chelakga qancha suv solganinglar, agar u chelak teshuv bo'lsa, foydani ushlab qolish juda qiyin bo'ladi. O'shanga biz imенно shu temani boshladik. Hop, bitta narsa bor. Ko'pchilik o'ylaydi, что sistema sotib oldim, bo'ldi. Men sistemani sotib olganimdan keyin qanchadir pul to'ladim, bo'ldi. Anaqa ham ishxonam zo'r bo'lib ketadi, yurib ketadi deb keyin qo'ygandan keyin ham yurg'iza olmasa, sistemasini ishxonadagi ishchilardan jahl qilib xafa bo'lib yuradi. Bu nimaga unaqa to'g'ri kelmaydi? Bu xaos ustiga, aytaylik, besporядок, tizimsizlikni ustiga qanaqadir sistema qo'ysangiz, просто u avtomatlashtirilgan xaosga keladi. Bu degani ham sizni ishingiz tizimlanmaydi, to'g'irlanmaydi, ham yana qimmatga sistema sotib olasiz alohida. Bu birinchi muammo. Ikkinchi muammo nima? Ko'pchiliklarning xatosi, buni yozganman, universal askar tamoyili. Bu deganda bitta xodim hamma ish qiladi. Hamma ish deganda bitta xodim emas, bu narsani nevozможный narsa. Aytaylik, 2-3 ta xodim ushlaysiz, sizni 5-6 ta отделingiz bor, ishlaringiz, har xil ishlaringiz, bitta ishchi 2-3 ta mana ishlarni bajaradi. Hamma ishni o'zi bajargandan keyin u narsani уже kamomad yo'q, qanaqadir xato chiqqanda o'zini o'zi to'g'rilab qo'ya oladi. U keyin sizni ishchingiz bo'lganiga, ko'p ishlarni qilganiga
e, undan xato topish yoki ketib qolgandan keyin uni o'rnini o'zgartirish, o'rniga odam topish juda qiyin bo'ladi. E, Bu уже yana bitta серьезный muammolardan bittasi. O'zi kommentariyada ham ko'rsatib ketsanglar bo'ladi. Kimni shunaqa ishchilari bor, именно shunaqa hozirgi ishlayotgan kompaniyasida e, o'zgartirish qiyin bo'lgan, ertaga kasal bo'lib chiqmay qolsa, muammo bo'lib qolish ehtimoli katta bo'lgan ishchilar bo'lsa, kommentariyga yozib ketinglar. Xo'p, 5 ta qadamdan bittasini ko'rib chiqamiz. Tashkiliy tuzilma bu nima? Tashkiliy tuzilma bu o'z oddiy qilib aytganida e, kim kimga bo'ysunishi, qaysi otdelda kim bilan bir-biriga ishlashi, shu narsani tuzilmasi. Iyerarxiya deymiz ruschada. Bu narsa nimaga kerak? Bu narsa aytaylik, ko'pchilik joyda bizda ko'p klientlar bilan ko'rishyapmiz. Xo'jayin hamma narsaga aralashib yuribdi. Hozir bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, eng tepada bitta odam turibdi, eng tagida yana odamlar turibdi. O'sha eng tagidagi odamlar ham xo'jayinga murojaat qilib, muammosini aytib o'tiraveradi. Xo'jayin e, rivojlanish, yana filiallar ochish, masshtablashish, eksport, importga chiqish, qanaqadir o'tli unaqa narsa tursa, o'sha ikkinchi magazin ochishga ham qiyinlashib qoladi. Chunki muammolari oddiy operatsiyonkadan tashqariga chiqa olmaydi. Hamma kelib muammosini aytaveradi, hamma narsaga aralashadi, даже ovqatni oshxonadagi ovqat qilishgacha aralashadi. Bu narsa nimaga kerak? Bu narsa hamma o'z ishini bajarish kerak. Aytaylik, ishxonangizda 100 ta odam bo'lsa, uje 10 ta 10 ta qilib kimdirga javob beradigan. Uje siz xo'jayin bo'lsangiz, uje sizga 3-4 ta odam javob beradi, 3-4 ta odam o'sha tegidagi odamlarni boshqaradigan. Zanjirli qilamiz bu narsani. Bu narsa ERP ga ham kerak bo'ladi, ERP tizimiga ham. ERP tizim bu oddiy kalkulyator emas, bu bo'limlarni soatda ishlatadigan narsa. Zanjirga o'xshab ishlatadi. Bu narsani ham hozir ko'rsataman. Xo'p, avtonazorat, qattiq mantiq bu nima? Ishxonanglarda sizlar kelmay qolsanglar, cho'tki yurib ketadigan kompaniyalar bormi shu yerda hozir? Bo'lsa yozib qo'yinglar. Bu narsa juda qiyin narsa. Nimaga biz bu narsani ikkinchi qadam deb oldik avtonazoratda? ERPda sistemada shunaqa joyi bor, o'zi полноценный ERP sistemada nima narsa bo'ladi? Qaysidir ishchilarni tizimni o'zi tortadi. Tizim iltimos qilib o'tirmang, tizim majbur deydi ishlashga. Aytaylik, oddiy keyslardan ko'rsak bo'ladi, shu zanjir qilib tovar kelmadi, skladga поставщикdan tovar ta'minotchi olib kelgan tovarni prixod qilmadi. Men uni ishlab chiqarishga bera olmadim, chunki u prixod qilmadi. Menga sistema ruxsat bermaydi. Men u odamga telefon qilaman, sen tovarni olib kel, u narsani sistemaga kirg'iz, men uni ishlashim uchun. Yoki xuddi shu narsa sotuvga ham. Mana hozir ko'ramiz. Bu yerda jarayon zanjirini buzish yoki sakrab o'tish mumkin emas deyapti. Rahbar ruxsati. Aytaylik, bir xil narsalar o'zboshimchalik bilan ketadi. Nima degani? Kimdir bir-biriga ta'minotchi o'zidan o'zi pul ishlatib tovar olib kelyapti sizga. Siz buni so'radingizmi, so'ramadingizmi? Endi yaqin odamingiz, urisha olmaysiz, qanaqadir tanishingiz bo'lishi mumkin. Bu narsani sistemaga подтверждениялы, ya'ni tasdiqlashli qilib qo'ysa bo'ladi. Shu bitta odam nimadir qilish uchun ikkinchi odam tasdiqlash. Sistemada ikkinchi odam hamma narsani ko'rib o'tirmay, просто sistemaga kiradi. Shu narsalar yozilgan, bu davay tasdiqlaymiz, ikkinchi narsaga o'tish. Mantiqiy blokirovka. Mantiqiy blokirovka deganda sistemada logistiki narsalar. Aytaylik, omborda tovar yo'q. Tovar realniy bo'lishi mumkin, lekin omborga olib kelgan odam buni sistemaga kirgizmagani sababli sistema u narsani yo'q deb hisoblaydi, yo'q u narsani sota olmaysiz. Mantiqiy blokirovka qo'yadi. Minusga ishlab ketmasligi uchun yoki kimdir xato bilan aytaylik 10 ta tovarni 0 qo'shib yubordi, 100 ta qo'shib yubordi. Excelga qilib yuborsangiz farqi yo'q, minusga ketaveramiz bu narsada. Sistema lekin 10 tadan sotishga ruxsat bermaydi 100 taga. Bu narsani mana alohida keyslarni ko'ramiz. Mana ta'minot va ishlab chiqarish. Ta'minotchi xomashyo buyurtma qilishni unutdi va ishlab chiqarish kechikdi. Bu narsa qanaqa bo'ladi? Ishlab chiqarish bo'limida tizimga xomashyoga talabnomalar ochilsa, u talabnomalarni ta'minotchilik ko'radi va o'sha narsadan kelib chiqib asosiga xarid qilish hujjatini yaratadi. Tsepочка bo'lib ishlaydi, bu narsa zanjir bo'lib ishlaydi. Ikkinchi keysda bu yerda ishlab chiqarish va savdo. Ishlab chiqarish tayyor mahsulot kirimini unutdi. Tayyor mahsulotni ishlab chiqargandan keyin u narsani berdim deb ko'rsatish kerak tayyor mahsulot omboriga. U narsani esdan chiqarganiga sotuvchi u narsani sota olmadi, chunki u sistemada ko'rsatmayapti. Yo'q bu narsa. U narsani ham sirazi bir-biriga chiqib, xo'jayin bo'lmasa ham, bir-birini majburlab bo'lsa ham ishlab to'ldirishadi sistemani. Va o'zi yana muammolardan bittasi, sizlarda ham bo'lsa kerak, u narsa qarzi bor odamlarga ham sotuvchilar bilmay qolishadi. Balki qarz olingandir deb o'ylab,
sotib olishlik mumkin, to'g'rimi? Qarz ustma ust qo'shilib, qarzi bor odamga ham sotib olish mumkin. Bu narsani sistemada shunaqa qilsa bo'ladiki, sistema o'zi ko'rib chiqadi. Kontragent tanlaganingizda qarzini oldi berisini ko'radi. Qarzi bo'lsa bo'ldi, u narsani bloklaydi. Sotma u narsaga deb. Sistemada sota olmayaptimi, значит bitta kirib tekshirishadi. Aka, sizni qarzingiz bor ekan, shu narsani yopsangiz, faqat men sizni sota olar ekanman. Bu narsani mana emas, xo'jayin emas, kimdir emas. Bu narsa bizning qonun qoidamiz va bizning sistema ruxsat bermayapti. Qarzingiz borligiga deb sistemani o'zi bloklaydi. Hop, keyingi qadamimiz nima? Sizlarda ham shunaqa vaziyatlar bormi? Har xil nomlar bilan aytaylik, har xil sistemalar aytaylik, sizlar anaqa поставщикка zakaz beryapsizlar. Unda boshqacha nom bilan ketyapti zakazingiz. Ishchingiz ko'rdingiz, ishchingiz qog'ozligi boshqacha nom bilan yozib qo'yapti. Excel'da qaysidir finansist ishlaydi, Excel'da uni o'zini nomlanishi bor. Aytaylik, men qanaqadir ishchimga chiqyapman. Ishchimga aytaman, menga qanaqadir tovar kerak, aytaylik, kola kerak. Mana bu yerda kolani anaqasini ko'rsatganman. U kolani Coca-Cola 05 kerak menga. U Coca-Cola yozib qo'ygan, lekin ko'rmagan nimaligini, 05mi, 1mi. Va 05 so'raganimizda u sразу qaradi sistemaga, unda yo'q, ko'rsatmayapti. Lekin asos rostdan anaqada faktiski bor. Anaqa ostatkada. Shuning uchun nima qilamiz? Nima qilishadi ular? Yo'q narsani ustiga yana narsa sotib olishadi. Yana bitta Coca-Colani sotib olishadi va o'zi 50 blok ostatkada turgan Coca-Colani ustiga yana 50 blok kelib qo'shilganda, o'zi shundoq ham pulingizni saqlab turgan narsani ustiga yana saqlab turadigan narsa olib kelib, e, uni sotish o'rniga yangi kelgan narsani sotishadi. Va bu nimaga olib keladi? Yana qanchadir vaqt sizni pulingiz просто tak muzlab yotadi omborda. Bu narsani sistema nima qiladi? Sistema ichida ishlasanglar, har xil nomlanishadi. Mana aytaylik, chap tarafda Cola 05, o'ng tarafda Coca-Cola deb K harfi yozilgan. U narsani yagona nomlanish Coca-Cola 05 litr qilib to'g'irlab chiqish. Bu narsani bu ko'rinishidan hech qanaqa beozor muammoga o'xshaydi, lekin ishchingiz ko'paygani sari, bo'limlaringiz ko'payib, bir-biri bilan alohida ishlaydigan bo'lgani sari muammolar ko'payishi ham davom etib turadi. Bu yerda ko'rsatganimizdek, Logix ichida yagona ma'lumotnoma spravishnik bo'ladi. Bu spravishniklar har bitta bo'limlarga alohida o'zi ishlaydi. Bitta dona odam ochsa, bu narsani yana nima qilsa bo'ladi? Sistemada ham noto'g'ri bo'lishi mumkin. Qanaqa bo'ladi? Hamma xohlaganicha tovar ochib tashlashi mumkin. Bu narsani oldini olish uchun bizada sistemani ichida hammani o'zining login paroli va o'ziga tegishli berilgan vakolatlar bo'ladi. O'sha vakolatlardan kelib chiqib, qaysidir odamga faqat belgilaymiz. Spravishnik ochishi, u spravishnikni ochganidan keyin hamma bir xil spravishnik bo'yicha ishlaydi. U muammoni ancha oldini oladi, ancha-muncha pulingiz ketmasa ham vaqtingiz, asabbuzarligingiz oldini olsangiz bo'ladi u narsani. Xo'p. Kim hozir bizada klientlardan qanaqadir texnologiyalar bilan integratsiya qilgan sistemasi bor yoki qanaqadir skut qo'yganmisizlar yo shtrix kodlar bilan ishlaysizlarmi yo kimdir RFID texnologiyasini eshitganmi, u narsani kommentariyalarga yozib qolinglar. Bitta aytaman, vaqt bu pul. Bu nima, men bu narsani yozdim. Ko'plar aytaylik inventarizatsiyaga. Kimdir bormi inventarizatsiya qiladigan? Har qancha vaqtda inventarizatsiya qilasizlar? Har bitta inventarizatsiya qilganingizda qancha vaqtingiz ketadi? Bu narsa odatda men ko'rganman, ko'pchilikda inventarizatsiyani o'zi 1 kun, 2 kun, bir xil odamlarda, yaqinda gaplashgan odamlarimda bir hafta 10 kun ishni to'xtatishimizga to'g'ri keladi deydi. Ikkita dona skladi bor, o'sha narsani sanash uchun bir haftalab bayramlarni kutishadi. Bir yilda bir marta qilishar ekan, bayramlarni kutib to'xtatishadi polniy. Agar sistematikni ishlaydigan bo'lsanglar, bu narsani oldini oladigan RFID texnologiyasi bor. RFID texnologiya deganda mayda chiplar bo'ladi. U chiplardan radio to'lqinli chiplarni tovarga yopishtirganingizda o'quvchi shitvitel degan narsalar bor, antennalar bo'ladi. U shitvitildan signal borib chipdan yana qaytib keladi va avtomat odamsiz u narsani sanasi bo'ladi. Omboringlarda yig'ilgan hamma joylashgan tovarlarga chiplar yopishtirilganda, ichiga kirib bitta sanaydigan bo'lsangiz, bu narsani уже ko'rsa bo'ladi. 2 kunlik narsani 2 soatda, 1 soatda qilsanglar bo'ladi inventarizatsiyasini. Bu narsa Yevropa, Amerikalarda juda keng qo'llaniladigan, chet ellarda juda yaxshi qo'llaniladigan chiqib ketgan.
hozir o'zi asosiy tema bo'lmasligiga bu narsani alohida yana gaplashishimiz mumkin. Bemalol kimga RFID texnologiyasi qiziq bo'lsa, plyus qoldiringlar, alohida e, sizlarga chiqib yana bitta именно sizni biznesingizga qanchalik to'g'ri keladi, qanaqa yechimlar bera olishimizni gaplashishimiz mumkin. Undan tashqari shtrix kod. Shtrix kod bu standartli narsa. Ko'pchilik tovarlarni ishlab chiqarish yoki oddiy sotib olib sotishda narsalarga shtrix kodsiz bo'lishi mumkin. Aytaylik, ming nomlanishini cho'tka qilib to'g'irlaganingiz bilan ming xil, 2000 xil tovaringiz bo'lsa, yangi ishchilaringiz kelganida uni eslab qolish, uni bilish o'zi juda qiyin bo'ladi. Yangi ishchingiz keldi, bo'ldi, 2 hafta u tovarlarni tushunib olguncha vaqt ketadi. Shtrix kodli qilsangiz, shtrix kodni o'zida sразу shtrix koddan bitta skaner qildingiz. Skaner o'zida уже ko'rsatadi. Nima tovar bu, kimga sotyapman, narxlarigacha hamma narsa sistemaning ichida ko'rsatadi. Bu narsa uchun boshida bitta shtrix kod qilib olishingizga ozgina vaqtingiz ketadi, lekin ancha muncha vaqtingizni tejaydi bu narsa. Undan tashqari aytaylik, inventarizatsiya qilayotganingizda ham inventarizatsiya qilayotgan narsani обязательно odam bilishi shart emas. Bu narsani shtrix kodidan bitta uradi, bo'ldi. Bu narsa nima? Shtrix kodini urganingizda tovar nomi chiqdi, u narsani уже nechtaligini sonini yozib qo'ysangiz bo'ldi. Bu ancha osonlashtiradi yangi kelgan ishchiga ham. Undan tashqari yana nima quliklari bo'ladi sistemalarni? Sistemalar qo'ysangiz, bizning O'zbekistonda keng ko'lamda Telegram botlar ishlatiladi. Telegram o'zi ishlatiladi. Odamlar Telegramni juda yaxshi ko'rishadi. Telegram orqali juda ko'p yechimlar bersa bo'ladi sistemalarga. Aytaylik, qanaqadir so'rovlar yuborish, avtomatik mahsulot yetkazib beruvchilarga so'rovlar yuborish yoki qanaqadir отчетlarni ko'rish, bir-biriga ish buyurish va ish bajarilishini ko'rish, har xil veb-saytlarni ham Telegramga integratsiya qilsa bo'ladi. Bu narsa ham juda vaqtinglarni tejab, ancha ishinglarni osonlashtiradi. SMS integratsiya. SMS integratsiyani nima afzalliklari bor? Bu narsa aytaylik, har hafta o'zi umuman sizlarni bitta savol bor. Akt sverka degan narsa bor. Akt sverka mahsulot yetkazib beruvchilar bilan yoki mijozlaringlar bilan oxirgi qoldiq, pulli qoldig'i yoki qancha olingan tovarlarni qoldig'ini tekshirish uchun qancha vaqtinglarni sarflaysizlar? Qancha vaqtinglar ketadi? Shu narsani yozib qoldiringlar. Bizga ham qiziq bu narsa. Bu narsa nimaga yaxshi? SMS integratsiya deganimda, aytaylik, integratsiya qildingiz, SMS klientingizni nomerini tiqqansiz sistemaga, bo'ldi. Bu narsa u sizdan narsa sotib oldi, sразу unga сообщение boradi. San mendan bugun hurmatli mijoz, siz bizdan bunchalik narsa sotib oldingiz. Shuncha количествоda, miqdorda, buni narxi bunchalik bo'ldi, sizning qarzingiz bunchaga ko'paydi. Va pul qabul qilganingizda, hurmatli mijoz, sizdan pul qabul qilindi, mana shunaqa datada qarzingiz bunchaga kamaydi. Bizdan narsa sotib olganingizga rahmat deb har xil o'zingiz bergan shablonda SMS integratsiya qilsa bo'ladi. Bu narsani ham ancha vaqt tejaydi va aksiyalardan tushunmovchilik, ertaga kimdir gapini tamomlamaslik narsalar juda ko'p narsa bo'ladi. Praktikamizda bo'lgan narsa, shuning uchun ham bu narsani oldini olishga juda yaxshi narsa deb bilaman bu narsani. Undan tashqari veb-sayt integratsiya. Veb-sayt integratsiyasi juda yaxshi narsa bu ham. Veb-sayt integratsiya nimaga kerak? Aytaylik, sizni qanaqadir kiyimlaringiz bor, kiyimlar sotmoqchisiz yoki qanaqadir tovarlaringiz bor sotadigan, u narsani klient sizdan telefon qilib, bitta tovaringizni har xil turi bor, aytaylik, ming xil tovaringiz bor, u narsani sizdan telefon qilib so'rab yoki oldingizga kelib 2 soat vaqtingizni ketkazadi va olmaslik ehtimoli juda katta. Chunki konkurensiya ko'p, vaqtingiz sizni kam, bu narsani yoki yana 2-3 ishchi olishingiz kerak, u narsalar bilan klientlar bilan konsultatsiya qilib gaplashib o'tirishga. Agar siz tovaringiz juda yaxshi bilinadigan va sotilishga ehtimoli katta bo'lsa, narsaga biz veb-sayt taklif qilamiz. Veb-sayt deganda nima? Tovarlaringiz o'zi spiskasi bo'ladi, har xil marketplace'larga o'xshagan. Tovarlarni tanlaydi, klient o'zi kiradi. Polniy o'sha sizga 1 soat berib sizdan vaqtingizni oladiganini o'rniga veb-saytlarni ko'rib chiqib, nima tovarlaringiz bor, o'sha narsalarni tanlab, o'zini savatchasiga qo'yib, savatchadan sizga zakazingizni bossa, уже sistemaga primo integratsiya bo'lgani uchun sistemaga tushadi. U narsani sразу siz уже klientga chiqib, zakazingiz mana shunaqa ekan, tasdiqlaysizmi va pulni qanaqa to'lagisi kelyapti deb pulni kelishib, уже chiqarib olsangiz bo'ladi. Ancha muncha vaqtingizni tejaydi bu narsa ham. Texnologiyalarni обязательно texnologiyalarga qiziqinglar. Bu ham bitta seriozniy qadamlardan bittasi. Bundan tashqari bu qo'shmagan narsalarim bor. U оборудованиялар bilan integratsiyalaydi. Ishga keldi, ketdilarda Face ID, qanaqadir fingerprint, har xil integratsiyalar bo'lishi mumkin. Bu narsalarni ham bizga chiqsanglar, biz sizlarga alohida именно оборудование, qanaqadir veb-sayt yoki boshqa narsalar bilan integratsiya qilish yechimlarini birga ko'rib chiqishimiz mumkin. Xo'p, bundan tashqari
Ko'pchilik dasturiy ta'minot umuman ERP sistemasini bu xarajat deb o'ylaydi, buni rasxod. Men hozir bunga mana shuncha pul ishlataman, pulimni olib yotadi deb o'ylaydi, lekin bu narsa o'zi aktiv. Bu narsa nimaga aktiv? Bu narsa sizni pulingizni ko'rinishi bo'yicha pulingizni ketkazadi, lekin e, siz bilmaydigan xatolarni, vaqtingizni tejash haqida, qanaqadir o'g'riliklar bo'lsa, tushunmovchiliklar bo'lsa, ishchilarni olib ishlatishingiz, e, juda ko'p narsani oldini olganini o'zida ko'pchilikda 1-2 oy o'zida o'sha to'lagan pulingiz o'zi chiqib ketadi ERP sistemani o'zida. И bu narsaga boshqa bizani konkurentlarimiz bor. Konkurent deganda umuman o'zi ERP bozorida ko'pchilik o'zini ERP sistema deb aytadi, lekin ERP sistemani ham har xili bor. Aytaylik, SaaS produktlar bor. SaaS deganda bulutli xizmatlar. Buni облачныйlar. Ular ежемесячный har oyma-oy to'laydigan подпискаlar. O'zi hozir agar u kim ishlayotgan bo'lsa, plyus qoldirsanglar bo'ladi, uni ham ko'rib chiqamiz. E, Farqi nimada? U SaaS bulutli xizmatlarni ularning farqi bitta yo'nalishda ketadi. Aytaylik, ERP sistemada, kompleksni ERP sistemalarda har xil yo'nalish bitta sistema ichida bo'lsa, ular bitta yo'nalishni olishadi. Aytaylik, primoy ketadi. Qanaqadir sales doktormi, qanaqadir mo'ysklabmi, qanaqadir nimadir sistema bo'lsa, ular o'zini alohida nishasi bor. Undan tashqari ularda doimiy oylik to'lov. Ular boshida narxi arzon bo'lishi mumkin, lekin e, birinchidan sizni obyemingiz o'sgani sari, obyem deganimda ishingizni obyomi, odamlaringiz, ishlaydigan odamlaringizni kolичествоsi oshgani sari sistema narxi ham oshib boradi. Chunki пользовательga yana yangi alohida filiallarga, magazin, skladlarga pul to'laysiz. Undan tashqari inflyatsion hisobiga har qanaqadir oiladan ichidir oyda уже narx oshyapti O'zbekistonda. Narx oshish ehtimoli ham juda katta O'zbekistonda. Undan tashqari hamma ma'lumotlaringlar begona serverda turadi. Men bu gapim bilan ular sizlarning danliklarini ko'rib o'tirishadi emas. Prosta qanaqadir hakkerlarning hujumi yoki server kuyib qolish ehtimoli, qanaqadir ehtimollar bor, shu sizlar o'zingizlarni danliklarini o'zingizlar himoya qila olmaysizlar. Birovni serverda tursa. Undan tashqari to'lovni to'xtatsangiz, aytaylik, qanaqadir narsa bo'ldi, shu bir oy ishlamay qoldingiz, to'lovni to'xtatdingiz, sizni уже tarixiy o'zingizning tarixingizga kirish yopiladi. Chunki siz arendada o'tirgansiz u sistemada, u sistema hech qachon sizniki bo'lmagan. Undan tashqari sistemani oldingiz, hop, zo'r tushdi sizga, ishlayapsiz, siz rivojlanyapsiz, narsa qo'shdingiz o'zingizga. Endi sizga o'zingiz uchun moslashtirish kerak. U narsani moslashtirish uchun ular bunaqa SaaS produktlarda iloji juda kam. Agar siz juda yirik kompaniya bo'lmasangiz, u narsani o'zgartirib berish uchun nimaga iloji yo'q deyman? 1000 ta odam bitta sistemani ichida o'tiradi. Hammaning o'zining login paroli bor, o'ziga alohida okошкалар ochilib, o'zining sistemasida ishlaydi, lekin ularning asosiy joyi bitta joyda joylangan. Bitta sistema, bir xil sistemani hammaga berishadi. U narsani qat'iy o'zgartirsam, hammada shu joyi o'zgaradi. Ishlab turgan joyingizda bu yana ikkinchi minusga olib kelyapti. Ishlab turgan joyingizni o'zida har kungi o'rgangan, endi yaxshi o'rgandim, ishga tushirdim deganingizda kimdir uchun nimadir o'zgarish kiritiladi, sizda ham shu sistema o'zgaradi. Bu yana bitta minus deb ko'raman men bu narsani, minuslardan bittasi. Chunki sistemani siz o'zingiz uchun to'g'irlaganingizdan keyin hech kim sizning sistemangizga qayerdandir qo'shilishib, o'zgartirib tegish kerak emas. Chunki siz sistemani deb siz ishingizni o'zgartirib olishingiz kerak emas. Boya aytganimdek, hamma mijozlar bitta bazada ishlaydi. Ma'lumotlar ko'paygan sari qotishlar kuzatiladi. Ko'p bu meni gapim emas. Bu bizga chiqadigan kliyentlar o'zi bizning klientlarimiz. Imенно shunaqa bulutli xizmatlardan ishlab o'ziga to'g'ri kelmay, sig'may qolgandan keyin imенно bizga o'tadigan mijozlar bo'ladi, korxonalar. Bizani qanaqa ulardan farqimiz? Bizning farqimiz sistema o'zingizga bir martalik to'lov orqali o'tadi sizga. Butun umrga qoladi. U narsa keyinchalik yana qanaqadir oyma-oy to'lovli yo'q. Undan tashqari moslashtirish, boya aytganimdek, boshidan уже siz bilan kelishganimizda nimani joylarini kerak desangiz, именно o'sha joylarni siz uchun moslashtirib bera olamiz. Именно bizning sistemada. Aytaylik, bitta sistemada mana shu manda bori, xohlaganingni ol deb anaqa qilmayman. Modul bo'lib, alohida bo'lib ham olish imkoniyatingiz bor bizning sistemada. Undan tashqari alohida modullardan olgandan keyin yo'lma-yo'l yana ishlaganingiz sari yana alohida modullarni qo'shib ketsangiz bo'ladi. Общий modul qilib kompleksni bitta sistemaning ichida hamma отделlaringiz, bo'limlaringiz ishlashi mumkin.
Ma'lumotlar boya aytganimdek, hammasi o'zingizni nazoratingizda, o'zingizni fiziki server bersangiz, o'zingizni fiziki serveringizga o'rnatamiz yoki o'zingiz cloud server topsangiz yoki qanaqadir menga alohida cloud server qilgan, faqat men uchun bo'lsin desangiz, u narsaga ham alohida o'rnatib, imini sizni serveringizda qoladigan qilib beramiz. Ma'lumotlar ko'paygan sari qotish deganda bemalol bizda 10 yillab ishlasangiz ham programma indamay ko'tarib beradi, xudo xohlasa. Undan tashqari именно siz uchun aytaylik, kimdirlar uchun qanaqadir integratsiya kerak emasdir. Agar yo man nimadir sotdim, primoy налоговый borsin yoki qanaqadir nimadir bilan integratsiya qilib berish, man masjidgacha keldim, u yog'i integratsiya bilan boshqa sistemaga o'tsin desangiz, u narsani ham bemalol iloji bor. Любой API dokumentatsiya bera olgan sistema bilan integratsiya qilib bera olamiz. Va undan tashqari boya aytganimdek, uskunalar bilan integratsiya. Qanaqadir uskunalar bo'lsa yoki o'zingizlarni ishlayotgan uskunalar, ishlab chiqarishingizdagi uskunalar, aqlli PLC monitorlari bo'lsa, u narsani ham integratsiya qilish imkoniyatimiz bor. Xo'p, endi temaga qaytamiz. Boya aytganimdek, foydali barmoqlarning orasidan oqib ketyapti. Boya aytgandek, chelak misolida ko'rsatdim. Shu chelakning ichiga suv quyganingiz bilan agar chelak teshuv bo'lsa, bu narsa qancha suv solganingiz bilan, qancha pul kelgani bilan daromadlaringiz boshqa xatoli tochkalaringiz yoki ishlanmagan, kontrolda emas, nazoratda emas bo'lgan tochkalaringizdan oqib chiqib ketish ehtimoli kattaligini gapirib o'tgan edim. Nima muammolar bor? Out of stock deymiz. Biz tovarni kerakli paytda yo'qligi. Shunaqa vaziyatlar bo'ladimi sizlarda ham? Aytaylik, klient keldi sizlarga, "Men shu narsani sotmoqchiman. Narsangiz zo'r ketyapti, lekin siz u narsani mo'ljallamagansiz, ko'rmagansiz, sota olmadingiz vaqtida." Bu ko'rinishidan nima qilibdi? Men 3-4 kunda ishlab chiqarib beraman, sotib beraman deb aytishingiz mumkin, lekin bu narsa seriozli narsa. Bizani bozor shunaqa narsaki, bitta narsani ishlab chiqarib olasiz, zo'r ishlab chiqardingiz, kerak paytda yetkazib bera olmasangiz, bo'ldi, bozordan chiqarib yuborishadi sizni. O'z o'rningizni yo'qotib qo'yish ehtimoliniz katta bozorda. Bu narsa o'zi sredniy 8%, 12%, mana shunaqa o'rtasida sizni sotib olgan bo'lishingiz mumkin bo'lgan suvdingizni yo'qotasiz shu narsada. Bu narsa ham qattiq qarash kerak. Undan tashqari, sotilmaydigan muzlab yotgan tovarlarda 30% gacha o'rtancha tovarlar ko'p korxonalarda yotadi. Muzlab. Bu nelikvid ketmaydigan tovarlar yoki qanaqadir ortiqcha zakaz qilib qo'ygansiz, qanaqadir xom ashyolarni, shu narsalar ham sizni yaxshigina pulinglarni muzlatib yotadi. Hop, kimlarga tanish bo'lsa bu narsani ham plyus qoldiringlar, alohida yana gaplashamiz bu tema bo'yicha ham. Eng muhimi, tushum o'sayotganini ko'ryapsiz, lekin kassada pul ko'rinmaydi. Nimaga? Bu narsa juda tarqalgan muammo. Aytaylik, kimlardan yaxshigina sotdingiz, pul keldi, lekin qarasangiz, bu yerdan mahsulot yetkazib beruvchiligi уже tarqalgan, sizni pullaringiz уже hammasiga распределение qilib qo'ygansiz, qarzlaringiz bor, bundan olib bunga beraverasiz, lekin foydani ko'rmaysiz. Bu juda achinarli muammo. Bularni yechimini bitta ko'rib chiqamiz. Nima? Marjani uchta qora tuyuniga. Men boya aytgandek, tovarlarni yo'qligi, out of stock, kerakli paytda kerakli tovar yo'qligi, o'lik kapital, 180 kundan ortiq yotgan tovarlarda muzlab yotgan pullar, undan tashqari xaridlarni analizi. Ko'pchilik xaridlarni analiz qilmaydi. Analiz qilish uchun nima qilish kerak? O'lchanadigan narsa bo'lishi kerak. O'lcholsanglar nimadir bilan, qanaqadir sistema bilan o'lchaganinglar, o'lcholsanglar faqat u narsani bilasizlar, что o'sha narsadan siz pul yo'qotayotganingizda. Qimmat narxda sotib olish, savdolashmaslik va hokazo. Ko'rib chiqamiz. Out of stockni qanaqa qilib oldini olishimiz mumkin? Har bitta tovar aytaylik, u narsani prognozini ko'ramiz. Qanchadan sotyapmiz biz yoki qanchadan ishlab chiqaryapmiz, qaysi tovar qanaqa ketyapti. Har kuni ko'rsak bo'ladi. Bugun 50 ta, 100 ta mana shunaqa qilib sistemada ketayotganini, rasxodlarni ko'rsangiz bo'ladi. Bu rasxodlarni kelib chiqib, уже siz limitlar qo'ysangiz bo'ladi. Sistemani o'zini bizning ERP sistemada ham hali jasirga ham ko'rsatib beradi. U narsani limit, har bitta tovarga alohida, mingta tovaringiz bo'lsa alohida minimal limit va maksimal limitlar qo'ysangiz bo'ladi. Bu narsa nimaga? Qaysi tovaringiz qanaqa sotilayotganini ko'rib, уже minimal chegirma qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Aytaylik, mana shu tovar 200 tadan yoki 500 tadan kam qolmasin. Yoki qanaqadir tovaringiz 1000 tadan oshib ketmasin, что bo'ldi, mana shu men limitim deb bilasiz. U narsani уже отчет ko'rib, har kuni analiz qila olasiz. Va o'sha aytganimdek, sotuvlarni eski tarixini ko'rib, polniy o'sha oylik, yillik, haftalik tarixini ko'rib, o'sha qaysi kunda qanaqa sotilayotgan, qaysi oyda qanaqa sotilayotgan, qaysi tovar, qaysi pozitsiyalar yaxshi sotilayotganini ko'rib, o'sha oldindan sotib olish va oldindan prognozlashga imkoniyatingiz bo'ladi.
O'lik kapitalni qanaqa oldini olish? O'lik kapital deganda ko'pchilik aytyapti, bir yilda bir marta inventarizatsiya qilaman. O'zi sizlar qanchadan inventarizatsiya qilasizlar? Bu narsani ham kommentariyga yozib qoldiringlar. Jasur aka, aniq qilasiz. Xo'p, undan tashqari inventarizatsiya qilayotganda har tez-tez inventarizatsiya qilishni biz tavsiya beramiz. U narsani aytaylik, polniy skladizm inventarizatsiya qiling demayman. Chunki bu narsa juda qiyin ko'pchiligiga. Kirib turib, o'zi bir oyda bir marta bo'lsa ham, undan tashqari tez-tez randomniy tovarlaringizni tekshirib turish. Aytaylik, ishchilar agar layoqatsizlik bilan ishlayotgan bo'lsa, buni ko'rish mumkin. Bu narsada prosta borasiz, любой tovaringizni shtrix-kodga olasiz, inventarizatsiyada bitta-bitta tekshirib chiqasiz. O'zi 10-15 ta tovarni tekshirsangiz, o'zi ko'rsangiz bo'ladi, qanaqa darajada ketayotganini. O'zi yaxshi ketadigan tovarlaringizni tekshirsangiz, to'g'ri noto'g'ri ketayotganini tekshirasiz va ishchilar ham sezishadi, что man sistemada ham sistemada ko'ryapti bu odam mani ishlashimni, ham inventarizatsiya tez-tez qilib turishadi. Любой tovarni biz bilmaymiz. Qaysi tovar qanaqa qaysi tovarni bugun tekshirib qolishadi. O'shaning uchun ham agar движениялар bo'lsa, qanaqadir ishxonanglarda o'g'irliklar yoki brak qilib sizlardan bekitish ehtimollari bo'lsa ishchilarni, bu narsani ham shunaqa qilib oldini olsanglar bo'ladi. Undan tashqari aytgan limitlarim, minimal va maksimal limitlar va partiyaviy hisob. Partiyaviy hisob deganda partiya bilan oldi berdi qilish. Aytaylik, qaysi tovarlarni bilasiz, что har xil narxlarda keladi, u narsani uchetini olish kerak, partiya bu. Partiyalab ham olsangiz bo'ladi. Undan tashqari yaroqlilik muddatini nazorat qilish. Yaroqlilik muddati deganda yebichar qanaqadir tovarlaringiz bo'lsa, u narsani ishlab chiqaradigan korxona bo'lsangiz, yaroqlilik muddati juda muhim bo'ladi va уже sistemada отчетlarda tovarlarni qoldig'ini уже срок годности bo'yicha ko'rsangiz bo'ladi va уже sistemaga shunaqa formula qo'ysa bo'ladi, что 90 kun teyilmadi yoki 50 kun teyilmadi, srogiga yaqinlashyaptimi, 30 kun qolganda unga skidka ber va 20% dan skidka qilib sotish yoki qanaqadir har xil formulalar bilan o'lik kapitalni sizni pulingizni muzlatib yotmasligini oldini olish kerak. Yotishini oldini olish kerak. Xaridlar analizini qanaqa qilib amalga oshirish mumkin? Bizning sistemada, bizani umuman ko'rishimizda bu narsada aytaylik, ta'minot bo'limida bitta dona ta'minot bo'limi ishlaydi ko'p joyda. Biz qanaqa bu narsani taklif beramiz? Har xil bo'limlarga ochib beramiz, so'rovlar berish. So'rov, zaproslar. Menga bu narsa kerak, menga bu narsa kerak deb har xil bo'limlardan yoki sizni 5 ta magaziningiz bo'lishi mumkin, hammasi o'zi bilib, o'z boshimchalik qilib har xil alohida ishlash mumkin. Bu narsani so'rovlarni bir joyga, bitta sistemaga yig'iladigan qilsanglar, u so'rovlarni keyin xaridlarni so'rovlarni yig'ganingizdan keyin bitta joyga yig'iladi. U narsani tarixlaridan tekshirasiz, birinchi narxlarni ko'rib olasiz. Keyin mahsulot yetkazib beruvchilarga takliflarga chiqasiz. Menga mana shunaqa tovarlar kerak deb. Tovarlar kerak deganingiz уже har doim sizga beradigan mahsulot yetkazib beruvchi siz bilan уже ko'p ishlagandan keyin mendan baribir oladi-yu deb narxini boshqalar tushirsa ham sizga nisbatan tushirmasligi mumkin. Buni sevimli anaqalar deymiz. Mahsulot yetkazib beruvchilar baribir olyapti-yu deb o'sha anaqada ketaverishadi narxda. Narxlar tushgan, bozor yaxshi anaqa qilgan, siz bunga ishondingiz, mani tanishimku, yaqinimku deb ishonasiz, lekin baribir tekshirish kerak deb hisoblaymiz. O'shaning uchun ham mahsulot yetkazib beruvchilardan tushgan takliflarni yig'gandan keyin ularni tekshirib solishtirib chiqish. Sistema ham tarix ko'rsatadi sizga, ham bir-biri bilan solishtiradi, boshqa takliflar bilan. Takliflar solishtirilgandan keyin уже mahsulot yetkazib beruvchilarni tanlaymiz. Tanlaganimizdan keyin уже zakaz поставщику deymiz. Mahsulot yetkazib beruvchilarga buyurtmalar beramiz. Bu buyurtmalarni ham berish bor, просто tak berib qo'yish kutish kelishini va uni nazoratga olish bor. Aytaylik, kimdir sizga 5 kunda beraman dedi, boshqalardan arzon narx berib 5 kun emas, 1 oyda olib kelib berdi. U narsani ham nazoratga olish shart. Shuning uchun ham mahsulotlarni berganimizdan keyin alohida uni ham yetkazib beruvchilarga buyurtmalar degan отчетdan kirib, nima buyurtmalar bo'lgan, qachon ularning kelishini srogi berilgan va qachon keldi, qachon qabul qilib olishdi u narsani. U narsani ham alohida nazoratlar olinadi va ular bilan kelishilgan pullar kelishsangiz, qachon berishi yoki sizga qachon pul kelishini ko'rsangiz, u narsani ham mahsulot yetkazib beruvchilar bilan qarzdorlik nazoratga olinish bor. Bizda отчет kontragentov bor. U narsani ham hozir sistema bo'limiga o'tganimizda ko'rsatib beramiz. Xo'p, bitta misol case olib ko'rsatamiz. Bu case'da kompaniyamiz ochiqlamaslikni so'radilar, iltimos qildilar. Shuning uchun ham ularni ko'rsatmasdan qilamiz. Ularning aylanmalarida 600 mingdan 900 ming dollargacha aylanmalari bor edi, yillik, oylik deganim. Va ularda muammo kassa uzilishlari. Boya aytganimdek, mahsulot yetkazib beruvchilardan pullarni yig'ib,
e, klientlardan pullarni yig'ib, mahsulot yetkazib beruvchilik pullarni yetkazib bera olmaslik muammolari bor edi. Va bizning vazifamiz ularga yordam berib, umuman kompaniya ichida nima muammolarim bor, qaysi joylarda men pul yutqazolman deb aytdilar. O'sha narsalarni kompaniya ichidan pul topish deb boshladik. Birinchi bo'lib nimadan boshladik? E, Ko'p joyda ularda fantom deymiz, biz xayoliy aslatkalar. Ularga hamma ha mana bunaqa aslatkam bor deb ayturganda birinchi bo'lib omborni tekshirishdan boshladik. Omborni boya aytgandek to'liq inventarizatsiya qildik. Hamma narsani tekshirdik, qanaqa braklar bo'lgan. e, Bir oy davomida полный analiz qilganimizdan keyin likvid bo'lmagan tovarlarni hisobdan chiqardik, hisobdan chiqardik. Agar turib kelayotgan yoki уже anchadan beri turgan tovarlarni yo'qotishni boshladik va moddiy javobgarlik, o'g'irlikdan oldini olib, 10 ming dollar farq bilan chiqdik imенно shu bir oy ichida. Ikkinchi bosqich bilan likvidatsiya. Boyaga aytganimdek, muzlab yotgan mahsulotlarni hammasini analiz qildik. Yangi sotib olganim, ustma-ust kelib qolganlari, boya aytgandek, spravочникlarni ikki xilligi bo'lgani sabab oti просто boshqacha yozilgan, lekin именно shu tovar qanchadan beri yotgan, bizga kerak bo'lsa ham просто omborni borib fizически tekshirmaganimizga yotgan tovarlar bo'lgani uchun ko'piga уже sroga yoki anchadan beri yotganini hisobga olib, sraz narxini o'zgartirish vositasi bilan aksiyalarga berib, ombori yaxshigina kolичествосini bo'shatib 18 ming dollarga pulni yana оборотga qaytardik, narsani kerakli joylarga yo'naltirib pullarni. Va uchinchi bosqichda optimallashtirish. Boya aytgandek, xaridni qilayotganimizdek iqtisod, ekonomiya. Bu deganimda o'sha har doim olib turgan birinchidan mahsulot yetkazib beruvchilarni tekshirdik. Bizlar bilan qanaqa ishlashyapti. Ikkinchidan o'zimizning ta'minotchilarni tekshirdik. E, Ta'minotchilar движение qilishmayapti, bular bilan kelishib olib, откатларga ishlashmayaptimi deb sistemani o'zini qildik. Shu bo'limlardan tushgan so'rovlarni guruhladik, narxlarni yig'ishni qattiq nazoratga oldik, u narsalarni zakaz berish, vaqtida kelish, narxlardan tushirish, shunaqa qilib ekonomiyani o'zida oldingi sevimli mahsulot yetkazib beruvchilarimizdan o'zi bilan ham bir xillar bilan kelishib narxni tushirtirdik. Bir xillarni boshqa mahsulot yetkazib beruvchilarga o'tkazganimiz sababli 12 ming dollar ancha narxini tushirdik. Shu narsa bilan o'zi birinchi oyi o'zidan ombor o'zidan 10 ming dollar kelgan pulni o'zidan sistemani foydasi chiqib ketdi. Rentabelность deymiz. U odam qo'yishga o'zi juda qiynalib qo'ygan edi. Birinchi oyi o'zidan ancha o'ziga yoqdi u narsa ham. Xudo xolasa 4 oyda shu natijaga ularga chiqib berdik. Xo'p, avtomatlashtirishni nimadan boshlashimiz kerak o'zi umuman? Boya aytganimdek, tashkiliy tuzilma, org struktura va yagona spravочник. Org strukturani tuzib chiqish o'zinglar uchun yaxshilab, men aytmayman, shu artel, akfalarga o'xshagan katta org struktura qilinglar deb, bu naborot ishlashinglardan tashqari buzib qo'yish ham mumkin ishxonanglarni. Boshlanishiga yo'ldan ko'ra o'zbekchasiga bo'lsa ham kim kimga bo'ysunadi, shu narsalarni yaxshilab soddaroq qilib tuzib, уже keyin уже ishchilaringiz ko'paygan sari sistemani yo'lga qo'yib, madaniyatini, ishxonangizni ishlash madaniyatini to'g'irlab olganingizdan keyin bemalol u narsani kattalashtirish, to'g'irlash, o'zgartirish ehtimolingiz, imkoniyatingiz bemalolroq bo'ladi. Bundan tashqari, biznes jarayonlaringizni ko'zdan kechirib chiqish, o'zgartirishlarni полный o'sha jarayonlaringizni o'rganib chiqish, qanaqa xato qilyapsiz, qayerda nimadir to'g'irlasangiz yaxshiroq bo'lishini полный yozib chiqish kerak. Boya aytgandek, yagona spravочникlarni tuzish, xomashyolarni полный spiskasi, tovarlarni полный spiskasi, u narsani ham chiroyli qilib o'zini to'g'ri nomlanishida yozib chiqish va tovarlarni, kontragentlarni o'zini nomlanishida bu narsalarni ham to'g'ri yozib chiqqandan keyin ikkinchi qadamga o'tamiz. Nimalarni uskunalar va sistemalarni tanlash. Uskunalarni xarid qilish, server, notebook, printer, skaner, umuman sizni magaziningizga, omboringizga, ishlab chiqarishingizga hamma narsaga to'g'ri keladigan uskunalarni xarid qilishni yaxshilab o'rganib chiqib tanlash kerak. Undan tashqari barcha narsalarni inventarizatsiya qilish kerak. Boya aytgandek, spravочник tuzganingizdan keyin u narsalarni уже sanab chiqishimiz kerak. Bu narsalar omborimizda qanchadan bor, nima narsalar joy-joyida turibdi, hamma narsani, kerak emas narsalarni yoki ikki xil bo'lib qolgan tovarlarni birlashtirish va kontragentlarni qoldig'ini aniq qilib yozib chiqish kerak. Aytaylik, mahsulot yetkazib beruvchilarga meni qarzim qancha, hammasini kelishib, aktivikalar qilib, sistemaga o'tishdan oldin davomman bu narsani cho'tki qilib o'tib olganingizda ancha muammosiz boshlab olasiz tizimlashtirishni. Va
Uchinchi qadam уже ERP to'g'ri ERPni tanlash va уже ishga tushib ketish, start boshlash. E, Barcha boshlang'ich ma'lumotlarni kiritganingizdan keyin sistemani уже tanlaysiz. Boshlang'ich ma'lumotlarni kiritasiz va kerakli o'zgartirishlarni kiritib turib, o'zingiz uchun moslashtirib, darabo'tga qildirib, уже test qilib ishga tushirasiz. Xo'p. Hozir bu yerda birinchi bo'lib sistemani ko'raylik. Endi men sizlarga sistemani ko'rsatamiz. Jasur akam sistemani ko'rsatdilar. Hozirgi gaplashgan joylarimizda o'zi umuman sistema qanaqa bo'ladi, e, ko'rinishi qanaqa, ishlashi qanaqa, prinsiplari qanaqa, man shuncha gapirganimdan nimalarni rostdan ko'rsak bo'ladi sistemada. Bu narsani ko'rganimizdan keyin umuman bizada bizani sistemani narxiga nimalar kiradi, e, o'rnatish vaqtlari qanaqa, hamma narsasini gaplashib chiqamiz. Jasur aka, men sizga o'tkazaman. Ko'rsatib bering. Assalomu alaykum hammaga. Hammaga qo'shilganligiga minnatdorchilik bildirmoqchi edim. Bugun biz sizlar bilan Logix ERP dasturini ko'rib chiqamiz. Programmamiz dasturimizda biz modullarga bo'lamiz. Modul deganimizda bu yerda ombor savdo, ta'minot, moliya, ishlab chiqarish har bitta segmentda o'zini yo'nalishi bo'lgani uchun bu yo'nalishlarga biz hozir batafsil o'tolmaymiz. Har bitta dasturga, har bitta mijozga o'zligiga qarab, shaxsiy bizneslariga qarab, biznes jarayoniga qarab to'g'rilab bera olamiz. Hop. Dasturimiz hozir o'zbek tilida. Dasturni masalan har bitta mijozimiz o'ziga qarab, masalan ingliz tili xohlasa ingliz tilida, rus tili, ozarbayjon va turk tillarida ham mavjud. Hop, ombora savdoda bizda 3 qismga bo'lingan, har bitta modulimiz 3 qismga bo'lingan. Bu yerda hujjatlar deb bu yerda yetkazib berish, buyurtma, mahsulotni qabul qilish, mahsulotni sotib olish, mahsulotni qaytarish, mahsulot transferi, mahsulotni hisobdan chiqarish, inventarizatsiya, mijoz buyurtmasi, mahsulot sotish, sotilgani qaytarish, nazoratlar, akt sverkali, xizmat sotib olish, xizmat sotish barchasi mavjud. Va bu hujjatlarni o'zini hisobotlari bor. Mahsulot qoldig'i, mahsulot aylanmasi, mahsulot sotish, yetkazib berish buyurtma hisoboti, har bitta hozir aytib o'tgan hujjatimni vazorat bo'ladimi, permission transferda bo'ladimi, spisianiya hisobdan chiqarishda bo'ladimi, har bittasini o'zini hisoboti bor. Hop, va bu yerda ma'lumotnoma, spravishniklar bor. Hozir Saidul aka aytib o'tganlar, единый spravishnik aytib o'tdilar. Shu spravishniklar bu yerdan kiritiladi. Mahsulot turlari, xususiyatlari, guruhlari, o'lchov birliklari, omborlar va bo'ldi. Mahsulotlarga kirganimizda spravishniklardan boshlaymiz. Mahsulotlarga kirganimizda hop, mahsulotga kirganimizda bizada tepa qismimizda boshqarish paneli bo'ladi. Boshqarish paneli bizada spravishnikimiz mahsulotlarimizni filtrlashga filtr qilsak bo'ladi. Har bitta mahsulotimiz sinfi bo'yicha, xususiyati bo'yicha, kodi bo'yicha qidirsak bo'ladi, shtrix kodi bo'yicha o'zimizga qanaqa qulay bo'lsa shu bo'yicha filtr bersak bo'ladi, topishimizga oson bo'lishi uchun. Yoki mahsulot nomi bo'yicha filtr qilsak bo'ladi, turi, holati bo'yicha. Ro'yxatimizdan ko'rsatib beradi. Qancha mahsulotimiz borligi ro'yxati 170 kiloni bor ekan. Tepada chapda ro'yxati, bu ushbu ma'lumotni o'ngga chapga surish uchun yangi ochish, qo'shish, tahrirlash, o'chirish va bu yerda o'tish, chop etish, har bitta spravishnikka masalan mahsulotlarimizni o'zimizga qanaqa qulay bo'lsa chop etsa ham bo'ladi. Bu yerda уже PDF formatda chop etish ham mavjud. Export Excelga tashlab olsa ham bo'ladi. Tekstoviy faylga yoki Excelga tashlab olsa ham bo'ladi. Hop. Bu yerda masalan biza уже fayllarga bo'lib qo'yishimiz ham mumkin. Masalan biza qaysi tur ishlab chiqarish bo'lsa, siryo qilib bo'lib qo'yishimiz mumkin. Faqat siryo turadigan papkalarga, polfabrikat, yarim tayyor mahsulotlarga, tayyor mahsulotlarga bo'lib qo'yishimiz mumkin. Yoki zapchast bo'ladimi, qaysi o'zimizni ishlash turimizga qarab savdo sotuv bo'ladimi yoki ishlab chiqarishmi, shunga qarab spravishniklarimiz, mahsulotlarimizni bo'lib porядка qilib qo'ysak bo'ladi. O'shanda qidirishimiz oson bo'lishi uchun.
bu yerda masalan жидкий сырье deb ochilgan, химический сырье ochilgan, spetsiya deb pafka qilib bo'lim tiqilgan. Masalan, har bitta ishxona o'zini kodi bo'ladi, shtrix kod bo'ladi. Har bitta o'zini ishlash prinsipiga qarab e, mahsulotda kirgizsa bo'ladi. Sinfga, xususiyatiga nomini yozsa bo'ladi, kodini, shtrix kodlarini, o'lchov birliklarini kiritsa bo'ladi. Va bu yerda narxlar bor, sotish narxlari. Masalan, savdo sotuv bilan shug'ullansanglar, har bitta masalan o'zinglar klientinglarga qarab, optim oladigan klientga, roзничный oladigan klientga, dona oladigan VIP klientlarga qarab narx belgilab qo'ysa bo'ladi bu yerda. Va turlariga bo'lib qo'ysa bo'ladi. Aytib o'tganim masalan, xomashyo bo'ladi, tayyor mahsulot bo'ladimi, tayyor mahsulot bo'ladimi, tijoriy yoki ehtiyot qismida bo'ladi, buni o'zimiz belgilab qo'ysak bo'ladi. Va har bitta tovarimizga o'zimizni xohishimizga qarab minimal va maksimal zaxira qilib qo'ysak bo'ladi. Masalan, именно shu shakarimiz, песочный shakarimiz qoldig'imiz, ombor qoldig'imizda 100 ta donadan kamayganda bizga hisobotimizni ko'rinsin va maksimal 5000 tagacha bo'lsin. Masalan, bu hisobotda ko'rinadi. Masalan, 5000 tadan oshib ketsa, 5000 tadan oshib ketdi ko'rsak bo'ladi hisobotda. Yoki 100 tadan kamayib ketsa, o'shanga qarab biza oldindan zakup qilishimiz mumkin, xarid qilishimiz mumkin yoki yetkazib berishimiz yoki buyurtma berishimiz mumkin. Hop. Va har bitta o'zinglarni bo'lgan tovaringlarni rasmini qo'yib berishimiz mumkin bu yerda. Bu yerda уже klientga qarab programmani moslashtirib bera olamiz. Hop. Keling, уже masalan, yetkazib berish buyurtmadan boshlaymiz. Yetkazib berish buyurtma, masalan, поставщикimizga buyurtma bermoqchimiz. Masalan, bizda hozir действующий masalan buyurtmalar bor. Masalan, kechagi masalan shakarga buyurtma berilgan. Angren shakarga buyurtma berilgan. Har bitta buyurtmamiz, iltimos e'tibor beringlar, rang-barang bo'lib turibdi. Masalan, kecha 1, 2, 3, 4, 5 ta dokument ochilgan, hujjat ochilgan. Har bittasi rang-barang bo'lib turibdi. Bu nimaga? Masalan, shakarga buyurtma berilgan, angren shakarga va bu yerda holati yarim sotib olingan. Bu holat o'zi avtomatik tarzda o'zgaradi. Qachonki masalan buyurtma berdi, buyurtmaga asosan biz mahsulot sotib olganimizdan keyin o'zi ushbu dokumentda avtomatik o'zi o'zgaradi. Mahsulot sotib olganimizda programma o'sha tovar olindi deb покупка sotib oldi deydiganimizda programma o'zi avtomatik holatni o'zgartiradi. Rang-barang bo'ladi. Yarim sotib olingan bo'lsa sariq, to'liq sotib olingan bo'lsa yashil, qo'shimcha sotib olingan bo'lsa, masalan, biza 6000 ta olmoqchi edik, 6300 ta olgan bo'lsak, ko'proq olgan bo'lsak, qo'shimcha sotib olingan bo'lib oq ko'rinadi. To'liq bo'lsa yashil va agar отмена bo'lgan bo'lsa, sotib olish biza отмена qilgan bo'lsak, bekor qilingan bo'lsa, qizil rangda bo'lib ko'rinadi. Masalan, angren shakarga buyurtma berilgan bu yerda. Masalan, 20 tonna buyurtma berilgan angren shakarga va unga 20 tonna berilgan uzdon mahsulotga bu taxminiy ochganmiz va shakarga, angren shakarga buyurtma berilgan import qilganmiz Malayziyadan yog'lar, podsolnечный yog'lar, kokosov yog'lar valyuta qilingan. Undan oldingilar so'mda buyurtma qilingan, bular esa dollarda buyurtma qilingan. Hop, va do'stlik trade'ga buyurtma berilgan. Har bitta masalan spetsiyalar bo'yicha, un bo'yicha, shakar bo'yicha har bitta bizada shug'ullanadigan importyorlar, tijorat bilan shug'ullanadiganlar, ishlab chiqarish bilan shug'ullanadiganlarga qarab, biz bu yerda yetkazib berish buyurtma hisob operatsiyasini bajarib qo'ydik. Ko'p vaqtda sizlarni vaqtinglarni ketkazmaslik uchun. Hop, masalan, yetkazib berish buyurtma berganimizda bu yerda уже hisobotimiz bor. Yetkazib berish buyurtma hisoboti bor, tayyor bu yerda. Masalan, yetkazib berish buyurtma berganimizdan so'ng уже bu avtomatik bu yerda hisobot shakllanadi. Masalan, qachon, qaysi hujjat, qaysi sana bo'yicha, qaysi yetkazib berish buyurtma berilgan, qaysi mahsulot bo'yicha buyurtma berilgan, buyurtmamiz qancha miqdori bo'lgan, qancha summaga buyurtma berganmiz. Masalan, hop, yetkazib berish buyurtma hisobotimiz. Hisobot ko'rayotgan edik. Masalan, buyurtma berganimizda qancha miqdorda berdik, qaysi narxda sotib olishga naqd qildik. Keyin bu yerda agar dollar bo'lsa dollarda, so'm bo'lsa so'mda уже milliy valyutada ko'rsatadi. Va xaridimizni ko'rsatyapti bu yerda. Xarid qancha miqdorda mana plan bo'yicha masalan buyurtma qancha buyurtma berdik, 20 tonna buyurtma berilgan, qancha xarid qilganmiz, 15 tonna xarid qilganmiz
va qoldiq, то есть 5 tonna qolib ketgan. 5 tonna hali xarid qilmadik. То есть qoldiq 5 tonna deb ko'rsatyapti. Agar masalan ko'proq sotib olingan bo'lsa, masalan biz bu yerda 5 tonna sotib olishimiz kerak edi, 6100 ko'proq sotib oldik. Masalan 5100 emas, ko'proq sotib oldik. Plandan ko'proq sotib olsak, programmada ko'rsatadi. То есть plan qancha edi, lekin sotib olgan qancha so'mda $2 sotib olsak, bu yerda valyuta ham bor. Masalan, so'mda sotib olingani so'mda ko'rsatadi. Chetdan import qilganimiz dollarda sotib olsak, dollarda ko'rsatadi. Bu har bitta hisobot o'zi programmada avtomatik yaratiladi va ko'rib tura olamiz qachon, qaysi kunda va holatlari, necha kunda buyurtma berdik, qanchada keldi tovar. Bu o'zi avtomatik o'zgaradi. Va bu yerda hisobotimizni o'zini kontragentlarga bo'lib, klientlarimizga qarab, mahsulotga qarab, shartnomalarga qarab filtrlasak bo'ladi va har bitta hisobotni chop etsak bo'ladi. Chop etish bor va eksport qilish bor. Excelga eksport qilsak bo'ladi. Bu hammasi ishlaydi. Hop. Mahsulotni sotib olish, endi o'tamiz. Mahsulot sotib olishga, tovar sotib olish. Hop. Именно shu yetkazib beruvchi buyurtma asosida sotib olgan tovarlarimizdan ko'rsak bo'ladi. Masalan, yetkazib beruvchi, то есть unga zakaz bergan edik, angren shakarga zakaz bergan edik va import qilganmiz. Masalan, un sotib olganimizni ko'rmoqchi bo'lsak, masalan, buyurtma asosida ko'rib turgan edi. Masalan, bu yerda hujjat raqami, hujjat nomeri, programma o'zi beradi yoki o'zinglarning hujjat nomeringiz bo'lsa, uni ruchniy yozib ketsa ham bo'ladi. Bu yerda buyurtma raqami turibdi. Buyurtma bu yetkazib beruvchi buyurtma asosida, o'sha asosida buyurtma berilgan. Qaysi yetkazib beruvchi, qaysi omborga sotib olmasa, ombor tanlanadi, bo'ldi bu yerda. Va qaysi valyutada, so'mda sotib olingan va bu kredit faktura, kredit, то есть qarzga sotib olingan. 24 sotib olingan, narxi 6200 so'm, kilosi 6200 so'm sotib olingan va sotib olayotgan paytimizda xarid xarajatlari, masalan, o'zimiz местный bozoridami yoki chetdan olganimizda har xil xarajatlar bo'ladi. Bu себестоимостьga ta'sir qiladi. Masalan, yo'l kira xarajati, rastamoshka, masalan, deklarant, har masalan, tamojenniy po'stlina to'lanadi. Bu yerda biza masalan, перевозчик uchun, masalan, turi uchun, masalan, 2 million deb kiritdik. Masalan, bu yerda bizada hisoblash mumkin, narx bo'yicha hisoblash mumkin. Bu yerda bizada narx turibdi. Ob'yem bo'yicha, tamojenniy bo'yicha hisoblash mumkin. Bu klient o'ziga qanaqa ishlashiga qarab. Agar biz masalan tovarni so'mda olib, lekin xarajat dollarda qilsak, bu yerda valyuta dollar ham ketsa bo'ladi klientga qarab. Hop, masalan, biz tovar 6200 ga olamiz, 20 tonna 124 million bo'lyapti va biz 2 million sotib olish xarajatlari turibdi. Tovarimiz o'zi narxi 124 million, sotib olish xarajatlarimiz 2 million bo'lyapti. O'shanda общий xarajatimiz 126 million bo'lyapti. O'shanda programma o'zi avtomatik bizada masalan tovarni o'zi biz 6200 ga olamiz, lekin xarajatlarimizga qarab programma o'zi hisoblab beradi avtomatik. Bizani o'sha себестоимостimiz narxi, unni narxi 6300 so'mga tushdi. То есть 2 million xarajatni ustiga qo'yib, o'sha bizada programmani ko'rsatib beryapti 6300 so'm o'sha bizga tushganini. Va boshqa, masalan, angren shakar masalan, bu taxminiy narx yozganmiz. Angren shakar masalan shakar sotib olamiz 15 ming so'mga, то есть 15 tonna masalan o'lchov birliklarini masalan o'zimizga qarab programma universalniy bo'lgani uchun biz o'zimizga masalan qaysi joylarni to'g'irlash kerak bo'lsa, o'zimizga qulay qilib o'zgartirib olsak bo'ladi. Bu programmamiz universalniy tarafi juda qulay va oson. Narxi masalan 11800 so'mga sotib olamiz va buni ham xarid xarajatlari bo'lgan. Перевозчикка pul to'lagan 1,5 million taxminiy narx yozganmiz. Masalan, shakar sotib olayotganimizda 177 millionga sotib olgan bo'lsak, sotib olish xarajatlarimiz 1,5 millionga tushdi va o'shanda shu programma bizada avtomatik hisoblab beradi. Masalan, hamma xarajatlarimizni agar kiritib borsak, men hozir bitta xarajat kiritdim, agar sizlarda tamojenniy, rastamoshka, har xil xarajatlar bo'lsa, masalan, o'shani kiritib borsanglar, programma o'zi sizga va saqlash bosganingizda avtomatik уже xarajatni sekundda chiqarib beradi. То есть tan narxini sekundda chiqarib beradi. Sizlar уже bilasizlar, masalan, men shuncha xarajat qildim, shunchaga oldim, уже siz bu yerda ko'rib tura olasiz, себестоимость qanchaga tushayotganini siz tovaringizni. Bu yerda уже masalan tovar biz 11800 ga olgan bo'lsak, себестоимость bizga уже 11900 so'mga tushyapti. Hop, va buni ham kreditga olganmiz. То есть qarzga, nasiyaga olingan. Endi importni ko'ramiz. Import biz Malayziyadan yog' import qildik, kokosovый yog', podsolnечный yog'larni import qilganmiz. 5100 va 1200 masalan kilogramm bochkada. Va narxlari bu yerda biz dollarda yozib, kursi masalan taxminan 12000 so'm yozib, kurs valyutani 12000. Kursi biz o'zimiz ruchniy kiritsa ham bo'ladi yoki o'zimiz kurs valyuta programmada kurs valyuta joyi bor, kurs valyutaga kiritib
programmada o'zinglarning kursingiz bo'yicha ko'cha kursini yoki davlat kursida ishlasanglar bo'ladi. Hop, bu yoqda ham hisob fakturada importni belgilaganmiz, import qilayotganimiz uchun. Va narxini masalan, yog', podsolnечный yog' $1-2 kakao soya $2-3. Bu yoqda уже avtomatik programmada, tizimda faqat bitta milliy valyuta bo'ladi. Masalan, O'zbekistonda ham bitta milliy valyuta so'm bo'lganda, programmada ham bitta valyuta tanlanadi. Masalan, sizlar qanaqa ishlaysizlar? Faqat dollar bo'yicha ishlasanglar, masalan, importni dollarda qilib, savdoni ham dollarda qilsanglar, programmada milliy valyuta dollar tanlasanglar bo'ladi. Lekin men so'mni ham ko'raman, so'mda ham savdo qilaman desanglar, programma o'zi avtomatik dollarga qarab, milliy valyuta dollar bo'lsa ham, dollarni сразу so'mga chaqib, bu yerda ko'rsatayotgandek, примерно sizlarga ko'rsatib beradi. Сразу avtomatik konvertatsiya bo'ladi programmada. Yoki sizlar faqat so'mda ishlayman desanglar, so'mda kiritib ketsanglar bo'ladi. Faqat bitta milliy valyuta kiritib programmada. So'm, dollar, yevro, funtami, qaysi valyutada ishlasanglar, bemalol programmada o'zinglar xohlagan valyuta ishlasanglar bo'ladi. Ham hisobotda ham so'm, ham dollar, ham yevro, qaysi valyuta bo'lsa, hamma valyutada ko'rsatadi. Ham отдельно bo'ladi. Uni ham ko'rsatadi hisobotda. Hop, biz hozir import qilamiz. Import qilayotganimizda bu yerda rastamoshkani kiritamiz. $2 deb o'zi 6300, то есть 6300 ton anaqa import qilamiz va $2 rastamoshka $200 berildi deb taxminan yozdim. Buni o'zi so'mda o'zi hisoblab berdi va bizlar masalan tovarimiz o'zi narxi dollarda qancha bo'lyapti? 8800 bo'lyapti. Xarid xarajatimiz o'zi so'mda o'zi programma o'zi hisoblab berdi. 2.420 ni, то есть sotib olayotgan rastamoshka $200-imizni 2.420 ni ushbu tovarlarimizga qarab, то есть qancha miqdoriga qarab o'zi bo'laveradi avtomatik. Bu yerda formula o'zi bor. Yoki o'zingizlar formulalar bo'lsa, o'zingizlar formulalarga qarab ham to'g'rilab bera olamiz. Umumiy narxi so'mda qancha bo'lyapti? Har bitta tovarni qancha so'mda, masalan, bu dollarda 8880 bo'lsa, so'mda 108.238 bo'ldi deb ko'rsatyapti programmada. Va 4-chi tovarimiz do'stlik tradedan, bu ham prosta o'zimiz ochganmiz. Bu spetsiyalar sotib olingan, bu ham so'mda 650 kilo narxli belgilangan. Bunda ham xarid xarajatlari bo'lgan 500 ming so'm. O'zi narxi 41 millionga tushyapti. Xarid xarajatimiz 500 ming so'm bo'lgani uchun programma 500 ming so'mni miqdoriga qarab, kolичествоga qarab bo'lib yuboradi avtomatik formulada. Va bizda общий xarajatimiz, sotib olayotgan xarajatimiz 41 million 500 ming so'm bo'ldi. Va bu qilgan operatsiyamizni kelinglar sразу hisobot ko'rib ketamiz. Bu mahsulot qoldiga ta'sir qiladi, mahsulot aylanmasiga ta'sir qiladi va mahsulot sotib olish to'g'risidagi hisobotga ta'sir qiladi. Mahsulot aylanmasini kelinglar ko'ramiz. Mahsulot aylanmasi bu faqat bugungi kuni ko'raman. То есть saxir pesok sotib olindi deb ko'rsatyapti. Bu yerda keyingi operatsiyalarni ham sразу ko'rsatib ketadi. Keyingi уже operatsiyalarni ham ko'rsatib ketadi. Bu mahsulot aylanmasida polniy bitta mahsulotinglar, siryo bo'ladimi, tayyor mahsulot bo'ladimi, yarim tayyor mahsulot bo'ladimi, to sotib yetkazib yurish buyurtmadan boshlab, sotib olishdan boshlab hammasini to ishlab chiqarishga kirib ketadimi, sotasizlarmi, hammasini noldan, to есть necha yil davomida ishlatsanglar bitta tovar bu polniy mana shu filtrga qarab, to есть sanaga qarab filtrlab beriladi. Agar men sanani hozir katta qilsam, bu noldan ko'rsatib beradi. Men faqat 14-yanvar kechagina tanladim. Va mahsulot sotib olganimizni necha pulga sotib oldik, qancha miqdorda sotib oldik, bu yerda o'sha tan narxida ko'rsatib beryapti programmada. Qanchaga tushdi bizga. Bu tan narxi 11.900 so'mga tushdi. Shakarimiz unimiz 6.300 ga, podsolnечный bu yog'imiz 14.690 so'mga tushgan va kokosimiz 28 mingga tushibdi. Va aytib o'tganimdek, har bitta hisobotda o'zini filtri bor. Filtrlab, o'zingizga qulay qilib qidirsanglar bo'ladi yoki qaysidir tovarni qidirmoqchi bo'lsanglar, mana shu yerga saxir deb yozsanglar o'zi chiqib keladi, klient o'ziga qarab. Va har bitta hisobotni biz Excelga o'zingizlar xohlaganingdek Excelga ham tashlab olsanglar bo'ladi yoki pechatni versiya. Hop, kelinglar endi mahsulot sotib olish to'g'risidagi hisobotni ko'ramiz. Bu yerda tafsil tushuntirilgan. Tovar aylanmasida, mahsulot aylanmasida ko'rganmiz, mahsulot sotib olishda o'zi отдельный отчет ham bor. Bu yerda qaysi sanada, qaysi dokument bo'yicha, qaysi yetkazib beruvchidan oldik, qaysi mahsulot oldik, qancha miqdorda oldik, necha pulga oldik, 20 bo'ldi olganimizda NDSni hisoblash kerakmi, hisoblash kerakmas. Agar NDS bo'lsa, NDS ham kiritib ketsa bo'ladi. Necha pulga tushdi? Общий summasi, agar dollarda olgan bo'lsangiz, dollarda ko'rsatadi. Bu yerda biz yog'larni dollarda olgan edik. Bu yerda $8.880 tushgan edi. Sразу milliy valyuta summasida ko'rsatyapti. Qancha so'mda bo'ldi va umumiy narxini ko'rsatadi. Umumiy summa
va qancha narxga oldik, farq razницасini ham ko'rsatib turadi programmada. Va сразу tovar olganimizda bu bizada уже moliyada kontingentlar hisoboti bor, qoldig'i va hisoboti bor. Bunda ham ko'rsak bo'ladi. Kelinglar faqat kechagini ko'ramiz va bu yerda kontingentlarimizni hujjat bo'yicha ko'ramiz. Ko'rib turganlaringdek, har bitta kontingentimiz 2 ta 3 ta deb yozilgan. Bu nimaga? Bu har bitta kontingentimizdan masalan ham so'm ham dollarda ishlagan bo'lsak, ham so'm ham dollarda отдельно ko'rsatadi. Aralashib ketmaydi. Bitta kontingent so'mda qancha qarzimiz bor, yoki ularning qarzi dollarda, ularning qarzi va bizning qarzimiz. Hozir ko'rib turganimizdek, Angren shakardan shakar olganmiz. Biz hammasini qarzga olgan edik. Masalan, qarzga olgan bo'lsak, har bittasini ko'rsatyapti. Masalan, mahsulotni sotib olganimizda necha pulga oldik, qarzimiz qanchaga o'sdi. Har bitta перевозчик masalan tovarni biza unni uzdon mahsulotdan oldi, lekin перевозчик umuman boshqa odam edi. Masalan, то есть производитель masalan zavodda olgan qarzimiz отдельно ko'rsatadi, перевозчик masalan mahsulotni bizga yetkazib bergan перевозчик boshqa kontingent klient kontingent bo'lsa, uni qarzimizni u qarzimizni отдельно ko'rsatadi programma. То есть bu отдельно ko'rsatadi. Yoki agar bitta odam bo'lsa, yetkazib beruvchi ham zavodda ham bo'lsa, kelosini bitta qilib yozib ketsa ham bo'ladi program. Yoki отдельно bo'lsa, programmani отдельно ko'rsatadi. Bemalol o'zinglarni qarzinglar yoki ularga qancha qarz bo'lganini ko'rsatsangiz bo'ladi. Bu yerda hozir minusda ko'rsatadi. Minusda ko'rsatgani bu bizning qarzimiz degani. Olgan tovarimizni 8880 olganimiz, 120 million, 15 million, 20 million, masalan 2 million hammasini bu programmada kontrakt hisobotida ko'rsatib bo'ladi. Hop, masalan mahsulot qaytarish, masalan olgan tovarimiz bizga yoqmasdan qoldi yoki sifatsiz chiqdi. Buni biz programmada bitta sotib olish fakturasi orqali nazorat qilsak bo'ladi. Bu yerda nazorat qilingan. Masalan, bu yerda faqat sotib olish mahsulot hisob faktura tanlaganda, shu faktura tanlanganda hamma ma'lumot avtomatik kelib tushadi. Necha pulga olgan bo'lsangiz, ushbu ma'lumot hammasi kelib tushadi. Buchni hech nima yo'q. Faqat shu faktura tanlanadi. Qachon olganimiz, necha pulga olganimiz, dollar, so'm, chegirma bo'lganmi, nima bo'lgan bo'lsa, NDS olganimiz hammasi kelib tushadi programmaga. Masalan, biz 500 kiloni nazorat qilmoqchimiz. Masalan 3 million 100 lik tovar nazorat masalan mana un sotib oldik va unni qaytardik. Masalan 20 tonna sotib olgan bo'lsak, 20 tonnadan 500 kilosini nazorat qilamiz. 6300 so'mdan olgan tovarimizni, to есть себесimiz 6300 so'm tushdi va buni nazorat qilamiz. Programmada сразу aks etadi nazorat qilganimiz. Va buni kontingent hisobotida masalan tovar nazorat qilganimizdan keyin, to есть bizning qarzimiz kamayishi kerak. To есть mana bu yerda o'sha uzdor mahsulotdan sotib oldik 31 millionga 3 million 100 ga tovar sotib olgan bo'lsak, masalan 31 million donasi necha pul tushdi va qancha qarzimiz bor bo'lsa, qarzimiz kamaydi deb ko'rsatadi. To есть bizning qarzimiz masalan o'zi necha pul edi? Masalan tovar 124 millionga tovar oldik va qarzimiz 3 million 100 ga kamaydi. Programmada ko'rsatadi. Qancha qarzimiz qoldi? 120 million 900 qarzimiz qoldi deb ko'rsatib turadi programma. Qancha bor edi? Qancha kamaydi? Nazorat qilganimizdan keyin qarzimiz kamayishi kerak. Avtomatik hammasi programmada aks etadi. Va nazorat qilganimizdan keyin bu yerda masalan transferlar bor. Masalan bizda bir nechta omborimiz yoki do'konimiz bor. Ombordan do'konga yoki do'kondan omborga yoki magazindan magazinga, ombordan ombor, korxonaning ichida bo'layotgan перемещенияларni programmada ham qilsa bo'ladi buni. Hop, buni ham ko'rsak bo'ladi. Bu yerda перемещение bo'lgan. Masalan, ombordan chiqish va omborga kirish. То есть shakar omborimizdan birinchi shakar omborimizdan ikkinchi shakar omborga перемещение qilganmiz. Перемещениеda masalan 1 tonna перемещение qildik. Перемещение qilganimizdan buni o'zini hisoboti bor. Перемещение hisoboti, mahsulot transfer hisoboti buni bu yerda ko'rsak bo'ladi. Qaysi hujjat, qancha miqdor перемещение bo'lgan va har bitta qilgan operatsiyamiz mahsulotga tegishli bo'lgan operatsiya bu yerda ko'rinib turadi. Produkt transferi, то есть перемещение bo'lgan, qayerga prihod bo'lgan, qayerdan chiqib ketgan. Bu prihod chiqib ketganda qaysi ombordan qaysi omborga tushganini ko'rsatib turadi. Masalan, ushbu birinchi ombordan chiqib ikkinchi omborga tushganini ko'rsatadi va общий qoldig'imiz qancha bo'ldi ko'rsatadi. Перемещениялар bor. Ham bu yerda hisobdan chiqarish bor. Masalan, списание bu. Списание qanaqa bo'lishi mumkin? Masalan, tovar sinishi mumkin, yaroqsiz bo'lib qolishi mumkin, srok o'tib ketishi mumkin yoki kimgadir sovg'a qilamiz, sovg'ani списание qilib olmoqchimiz, buni ham qilsak bo'ladi. Bu yerda yog'ni списание qilib qo'yganmiz, hisobdan chiqarganmiz. Sababini непригодный, то есть sifatsiz yaroqsiz tanladik.
buni o'zinglar ham tanlasanglar bo'ladi, qaysi yoki ishlab chiqarish uchun spetsiyalni o'zinglarni ishlab chiqarishga qarab, hop, yoki savdo sotuvga qarab, bu yerda biz 100 pochka hisobdan chiqardik. Hisobdan chiqarganimizni avtomatik programmada ko'rsak bo'ladi. Men ataylabdan har xil mahsulotni bilan ishlashga harakat qildim. Sizlar ko'rishinglar uchun bitta tovar emas, har xil mahsulot bo'lishi uchun. Masalan, biz mana mahsulot sotib oldik. 5100 tonna 14690 so'mga tushdi va buni hisobdan chiqardik. 100 kiloni hisobdan chiqaramiz. Bu hisobdan chiqarganimiz o narxi 14690 so'm. Va qancha qovatda? 5 tonna qovatda 100 kilo hisobdan chiqaramiz. 5 tonna bizada tovarimiz qoldi deb ko'rsatadi programmada. Va bu hisobdan chiqarishni o'zini отдельный hisoboti bor. Hisobotimizdan o'zini mahsulot hisobdan chiqarish o'zini hisoboti bor. Har bitta hisobotimizni aytganimda o'zini hisoboti bor. Bundan hop kelinglar. Endi inventarizatsiya qilmasdan turib, sizlar bilan birga inventarizatsiya qilamiz. Masalan, bu yerda yangini bosamiz. Qaysi ombor inventarizatsiya qilmoqchi bo'lsak, shu imенно omborimizni tanlaymiz. Bu yerda men yangi masalan un mahsuloti ombori, shakar mahsuloti ombori, yog' va vanilin har bitta mahsulot o'zini omborini ochib qo'yganman. Masalan, kelinglar, vanilinni qilamiz. Vanilin omborini tanladim va buni hisoblash bosib, saqlash bosaman. Bosishim bilan avtomatik o'sha programmada chiqdi. Qancha borligi 650 kilo bor ekan deb chiqib yo'q o'sha yerda. Qancha qoldi har bittasini ko'rsatyapti, qancha hisoblandi, bularning o'zini o'lchov birliklari bor. Agar biz inventarizatsiya qilgan paytimizda kam ko'p chiqib bu yerda plyus minus qo'yib ketaveramiz. Agar tezda ruchniy terminal bo'lsa, terminal bor o'shalarga qarab ketsa ham bo'ladi. Hop. Bu inventarizatsiya har bitta omborimizni boshqa omborni ham tanlab, shunday kirib, masalan, tanlayman. Hisoblash bosib, saqlash bossam, programma avtomatik sekundda inventarizatsiya qilib beradi. Shuni qarab, spiskani olib, omborimiz bilan taqqoslab yursak bo'ladi. Hop. Yangilash, nollash bor. Agar ruchniy terminal bo'lsa, kam ko'p chiqsa, nollash bosganda sразу avtomatik plus minus boradi programma. Tasdiqlash bosilganda va bu yerda turlari bor. Masalan, xodim tanlasak bo'ladi. Masalan, zav skladimiz, omborchimiz, javobgar shaxs omborga. O'sha xodim javob berish kerak. Agar tovarimiz, mahsulotimiz omborda kam yoki kam chiqsa, u javob berish kerak bo'lsa, shu xodim tanlanadi va xodim tanlaganimizda agar tovarimiz mahsulotimiz kam chiqsa, xodim tanlaganda o'sha xodimga sразу отчетga hisobotiga tushadi. O'sha xodimga shtraf yoziladi. Masalan, hech bir summaga tovar chiqmasa, o'sha xodimga avtomatik hisobotga aks etadi. Oylik berayotganingizda sразу ko'ra olasizlar. Masalan, esingizdan chiqib qolmaydi, avtomatik ko'rinadi. Masalan, bu 500 ming yoki 1 millionlik tovar yo'qotib qo'ygan yoki o'g'irlatgan, mana sotib olgan yoki bunday qilgan, o'zi ko'rib tura olasiz programmada avtomatik. Hop. Inventarizatsiyani o'zini ham hisoboti bor. Mahsulot aylanmasiga kirib ko'rsak bo'ladi. Bugungi chislani tanlayman va hisoblash bosaman. Hisoblash bosganimda bu hammasi programma aks etadi. Hop, inventarizatsiya qildik. Va har bitta qilgan operatsiyalarimiz o'zini hisobotlari bor. Ko'rib o'tganimizdek sizlar bilan mahsulot sotishlar, qaysi sotishlar qilgan bo'lsak, sotishga kelinglar, oxiri sotishni ham ko'rsatib qo'yaman. Sotishda bu yerda sizlar bilan masalan уже tayyor bor. Ko'rib o'tamiz. Masalan, un sotganmiz va shakar sotganmiz. Un sotganimizdan ko'ramiz. Unda masalan men qarzga sotganman, optimga sotganman va sotganimni masalan qarzini programma sразу aks etadi. Va buni sotganimizga qarab shakar ham sotganmiz, necha miqdorda va buni programma sразу narxni hisoblab beradi. Qancha qarzimiz bor. Bu kontingent hisobotida hamma ochgan dokumentlarni o'ng tarafiga kelib tushadi. Kontingent hisobotiga kirganimda sotgan tovarlarimni o'zini qanchaga sotdik, necha pulga sotdik, mahsulot sotish bo'lgan bo'lsa, programmada покупательники sotilgan tovar, necha pulga tovar sotilgan va buni qancha qarzi bor. Agar pul bermagan bo'lsa, agar pul bermagan qarzi bor bizda va agar pul bergan bo'lsa, sразу приходкасы bo'lib ketadi programma avtomatik. Sizlarga qaramasdan ko'plar savdo sotuvni so'mda nasiyaga qiladi yoki sразу klient pul berganda to'lov turini sразу kassaga prihod qilib ketsa ham bo'ladi
yoki bank bo'lsa bank yoki kassa kassa yarim перечисление qilsa yoki перевод qilsa uni programmada $100 farqi yo'q. O'zinglar qaysi valyuta bo'yicha ishlamoqchi bo'lsangiz programmani bemalol ishlasanglar bo'ladi. Va har bitta hisobotda o'zinglar ko'rsanglar bo'ladi. So'mda qancha qarz bor, dollarda qancha qarz bor. Vaqtinglarni ajratganinglarga hammaga rahmat. Shu bilan tugataman. Bo'ldi, hozir. Bo'ldi. Jasur akamga rahmat kurs berganlariga. Hop. Savdo oynasini so'ragan ekansiz. Akajon, nomeringizni qoldiring. Emailda siz uchun alohida yana sistemani prezentatsiya qilib beramiz. Ko'rsatib. Nomerlarni qoldirdilar. Alohida yana ko'rishib, mana shu vebinardan keyin sizga email telefon qilamiz. Hop, davom ettirib qo'yamiz prezentatsiyani. Nima joyga qolgan edi? Umuman biza beradigan aytaylik narx ichiga nimalar kiradi? Aytaylik, bizadan sistemani olsangiz nimalar kiradi shu narsani ichiga? Biz faqat fleshkani ichida dastur sotmaymiz. Sizga login parol berib ishlayvering demaymiz. Ahmadjon akam qo'llarini ko'taryaptilar. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Rahmat aka. Ishinglarga omad zo'r. Bitta savol bor. Mana bu spisaniya haqida va xarajatlar haqida ko'rsatildi-ku. Mhm, Shu yerda har bitta spisaniya har bir xarajatlarni mhm. profit and loss qilgan joyingizda alohida ko'rsatadigan imkoniyati bor bu yoqda. Bor. Foyda Albatta. ziyonda alohida. Shu Uh, yerga urg'u berishmaganiga nimaga profit and loss ko'rsatmadik? Profit and loss sal kattaroq bo'lganiga u narsani bitta ochib hozir ko'rsatadigan bo'lsak yana 10-20 minut ketib qoladi. O'zi vaqt belgilangani uchun. Hozirgi ko'rayotgan har bitta Jasur akam ko'rsatgan operatsiyalar, undan tashqari yana operatsiyalar bor. Hammasi oxiriga borib o'zi umuman bizning sistemadan profit and loss foyda va zarar отчёtiga borib yig'ilib ko'rsatiladi. U joyda birinchi bo'lib общий sotilgan summa, u narsadan keyin o'sha narsani себестоимость qancha bo'lgan, u narsani ayirgandan keyin valuable прибыль chiqadi, valuable foyda, daromad deymiz. Daromaddan keyin kelib chiqib, o'sha har bitta расходlar, aytaylik xarajatlarni ketkazgan xarajatlarimizdan spiskasi chiqadi. Ular narsalarni ayirib oxirida sof foydani ko'ra olamiz. U narsani ichida har bittasini ichiga ochganimizdan keyin o'sha oyma-oy, kunma-kun hammasini detalni ochib ko'rsatilgan. zo'r. Xuddi chunki mana men ko'p tadbirkorlar bilan ishlayapman-ku. Hozirgi kunda kecha bir Buxorolik, avvalgi kuni Jizzaxlik tadbirkor bilan ishlaganimizda asosiy muammo ko'p biznesda shu profit and lossni noto'g'ri chiqarish hisobiga ko'pchilikdagi muammoda bu, ya'ni foydadaman deb o'ylagan holda ham foydada emasligi, ya'ni bu programmangizda mana shu yutuq borligini aytib o'tilgani masalan ko'p odamlarni qiziqtiradi degan ma'noda. Rahmat sizlarga. Hozir men bittasini ko'rsataman. Sekund. Hozir. Bitta ba'zi ochyapman. Naqasini profil do'st imini. Bitta Ahmadjon akam aytganlaridek ko'rsatib ketaman. Ko'ryapti anaqa sistema. Bu joyda finans ichida pribel but kelgan joyi bor, profit and loss. Tozalashgan menimcha.
mana hozir ko'rsatganlari, so'raganlari Ahmadjon akamni sotishdagi mahsulot sotishdagi jami, u narsani себестоимости, u narsadan keyin umumiy sotishning qiymati, u narsani daromaddan keyin уже qanaqadir yana sotib olishdagi farqli расходlari, прочие operatsion. Bu yerda hozir danning kamligiga, testoviy baza bo'lgani uchun danning kamligiga hozir to'liq ko'rsatmayapti. И u narsani уже ochiqchasiga bu yerda полный расходlarni ko'rsatgandan keyin уже sof foydani ko'rsatadi ichida. Bu narsani уже ichiga kirsa ham bo'ladi. Income and expense deganda mana sotish deganda уже bo'linib ko'rsatadi. Hozir bu yerda mana nima sabab turgani, bitta dona sabab turgan ekan, bitta dona непригодный списание qilinganini ko'rsatgan. Agar bu narsalar ko'p данный bo'lganda полный ochiq ko'rsatadim. Hozir qaysidir klient ichiga olgan, mana bu yerda уже hisobdan chiqarishdagi alohida bo'lib ko'rsatilishi, nima расходlarni ustiga bosib qarasam, o'sha narsalarni detalni ko'rsatib bera olamiz. Prezentatsiyani davom ettirib qo'yamiz. Hop, boya aytganimdek, bu narsani ichiga nima kiradi? Biza taklif beradigan sistema olishga agar qaror qilsangiz, bizdan olishga qaror qilsanglar, biza bir qancha umuman sistemadan tashqari o'zani shu jarayonlardan o'tamiz. Sistemani berganimizdan keyin ichida birinchi bo'lib siz bilan ishxonangizni o'rganamiz. Umuman ishxonangizda jarayonlaringiz qanaqa, qayerda qanaqadir muammolaringiz bo'lsa, hammasini birga o'rganib chiqqanimizdan keyin o'zingiz agar texnik topshiriq bera olsangiz, sizdan texnik topshiriq olamiz. Agar u narsani iloji bo'lmasa, birga siz bilan birga klientlar mijozlarimiz bilan birga yozamiz texnik topshiriqni. Undan tashqari уже qaror qabul qiladigan bo'lsak, uskunalarni qanaqadir uskunalar kerak bo'lsa, sizlarga alohida o'zingizga ham bu narsani qiziqib berishimiz mumkin. Server, skaner, printer, qanaqadir kompyuter sotib olish kerak bo'lsa, bu narsalar hammasini biz bilan ishlaydigan korxonalar bor, bu narsani sotadigan, yetkazib beradigan. Undan tashqari undan keyin kelishuv etapiga o'tamiz. Texnik topshiriq asosida kelishamiz. Bu narsa og'zaki gaplashib qo'yganimizda emas. Har xil narsa bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham bizda texnik topshiriq asosida kelishamiz. Oxirida sizlarda ham shu narsalarni texnik topshiriq orqasida bo'ladi. Biz ham shu texnik topshirish maqsadida ishlaymiz. Undan keyin har bitta ishchiligi sistemani o'rgatamiz. Undan tashqari уже o'rgatayotganimizda jarayonda har bitta jarayonni qanaqadir o'zgartirishlarni so'rashingiz mumkin. U o'zgartirishlarda именно siz uchun moslashtiramiz va moslashtirganimizdan keyin test qilamiz. Testoviy rejimda ishga tushiramiz. Bu narsani moslashtirganimizdan keyin testoviy rejimdan keyin уже hamma narsa yaxshi bo'lgandan keyin уже real ishga tushiramiz. Xo'p, bu narsani ko'pchilik aytadi, mani IT bo'limim yo'q, men bu narsani eplolmayman deb aytishi mumkin. Juda ko'plar qo'rqitadi. Shuning uchun ham oddiy bulutli SaaS produktlarni olib qo'yganinglar ma'qul deb aytishadi, lekin bu narsa unaqa qo'rqinchli, muammoli narsa emas. IT bo'limingiz bo'lmasa, biz bu narsani o'zimizni zimmamizga olamiz. Bu narsada biz uskunalar tanlashni, ichiga serverni Windows va SQL larni o'rnatib, полный cho'tka qilib ishlaydigan qilib bera olamiz. Undan tashqari xavfsizligiga, tarmoq xavfsizligiga VPNlarni sizlarga tavsiya etishimiz mumkin va bu narsani ming serveringiz kuyib ketib, hamma narsangiz yo'qolgani bilan bizda har 3 soatda backup oladigan zaxira nusxalash tizimimiz bor. U narsani yana bulutga chiqarib, любой payt yana qaytadan sizga восстановление qilib bera olamiz. Va agar yo'q, men fizik server xohlamayman, alohida fizik server sotib olmayman desangiz, undan tashqari bulutli server, ya'ni alohida cloud gaplashib, u cloudga ham siz uchun o'rnatib, cloud ishlaydigan qilib to'g'rilab berishimiz ham mumkin. Logic CRP'da nima olsanglar bo'ladi? Aytaylik, bu narsa o'z umuman sistemani qo'yganinglarda shaffoflik, haqiqiy sof foydani ko'ra olasiz. Boya aytganimdek, tartibli ish, nazorat. Undan tashqari baribir bu narsa sizni o'sishingizga yordam beradi. Kapitalizatsiya, o'zingizni IT infratuzilmangiz bo'ladi va masshtablash. Masshtab deganda o'sha baribir hamma narsa joyiga tushgandan keyin o'smasdan ilojingiz yo'q.
Bu narsani hammasini joyiga tushirganingizdan keyin уже yangi magazinlar, skladlar ishlab chiqarish, ya'ni yangi qanaqadir bo'limlarni yoki yangi направлениyalarni ochishingiz mumkin. Xo'p, Logic CRP nechi pul turadi? Bu narsa standart degan narsa yo'q. Bu narsada har bir korxona uchun narxi individual tarzda hisoblanadi. Bu deganda bu narsani ichiga nima moduli kerak sizga? Deylik, oddiy ombor va ishlab chiqarish уже farq qiladi yoki qanaqadir yana menga qo'shimchalar kerak desangiz, bu уже moslashtirish ikkinchi narsa, ikkinchi qadam. Moslashtirishga именно ikkita bir xil ishxona bo'lsa ham bir-biridan tubdan farq qilishi mumkin. Shuning uchun ham bu narsa sizni именно o'zingizni talablaringizdan kelib chiqib. Undan tashqari integratsiyalar, har xil tizimlar bilan integratsiyalar va uskunalar bilan integratsiyalar bo'lishi mumkin. Shu narsalarni ham talablaringizga qarab to'g'irlab beramiz va sizni ishlaydigan xodimlar soniga qarab narxlar ham o'zgarishi mumkin. Chunki bu narsa o'qitish, o'rgatish, moslash va xodimlarni litsenziyasi ham shu narsani ichiga kiradi. Bu narsani Logic CRP sistemasini joriy etish qancha vaqt talab etiladi deyishadi. Bu narsani har xil omillarga tegishli bu narsa. Ma'lumotlar boya aytgandek, agar sistemalarda biz aytganimizdek boshida yagona spravочник bo'lsa, hamma narsani joyiga qilib, spravочникlarni yasab, inventarizatsiya qilib, hamma narsani qoldiqlarini qilib qo'ygan bo'lsangiz, ancha tezlashadi ish. Undan tashqari biznes jarayonlaringizni aniqligi, hamma o'sha tashkiliy strukturangizni to'g'irlab, bu narsani jarayonlarni aniq kim kimga bo'ysunishi, hamma narsasini joyida tartibli qilib qo'ygan bo'lsangiz, xodimlar vazifani oldindan biladi, berilgan bo'lib, o'sha vazifalarni so'zsiz bajarsa, u narsa ham ancha yordam beradi. Undan tashqari xodimlarni o'rganish tezligi, baribir bu qiyin protsess bo'lganiga ozgina qiyinroq kechadi bu narsani внедренияsi. Shuning uchun ham agar xodimlarni qarshilik ko'rsatish yoki xodimlar o'rganish tezligi ancha yaxshi bo'lsa, kompyuter savodxonligi, yengilligi, intilishi yaxshi bo'lsa, shuncha sistemani o'rnatish tez bo'ladi va undan tashqari oxiri murakkablik darajasi. Bu proyektni har bitta proyektni o'zini individual murakkabligi bor. Aytaylik, oddiy ishlab chiqarishdan etapli ishlab chiqarish tubdan farq qiladi. U narsani vaqti ham, narxi ham, hamma narsasi ancha bir-biridan farq qiladi, qiyin. Shuning uchun ham har bitta klientga bu narsani qo'yib beramiz, mijozga qo'yib beramiz desak, bu narsani alohida gaplashishimizga to'g'ri keladi. O'shanga agar sizlarga shu narsa qiziq bo'lsa, qoldiringlar nomeringlarni, alohida har bitta bilan aloqaga chiqib, sistemani ham boshqatdan ko'rsatib, yana balki sizga именно sizga mos keladigan narsa kerak bo'lsa, o'zingizda qanaqadir og'riqlaringiz bo'lsa, shu og'riqlaringiz bo'yicha gaplashib, sistemani moslashtirib bera olamiz. Xo'p, taxmin qilishni to'xtatinglar, boshqarishni boshlasanglar bo'ladi. Hozirdan sistemani sotib olib sotib olmasligingiz keyingi masala. Plyus qoldiringlar, biz bepul sizlar bilan Express Audit bu narsani sistema umuman ishlashinglarni ko'rib chiqishimiz mumkin. Birga qanaqadir yo'qotish nuqtalarini bo'lsa, birga maslahatlashib konsultatsiya bera olamiz va undan tashqari именно vebinarda qatnashgan odamlarga agar sizlar sistemani sotib oladigan bo'lsanglar, sizlarga 30% chegirma taklif qila olamiz. Shu joyda keyingi etapga o'tamiz. Agar savollaringiz bo'lsa, savollaringizga javob bera olamiz. Savollaringiz bo'lsa, qo'linglarni ko'tarsanglar, Zoomda shunaqasi bor. Bitta-bitta gaplashamiz savollarga. Biz qolganlarni ham qo'l ko'tarish ishlayapti. Jasurga bitta tekshirib ko'ring. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Saidar aka, avvalambor rahmat Zoom uchrashuv uchun. Sizga rahmat aka, vaqtingizni ajratganingizga. Yaxshi, kerakli ma'lumotlar bo'ldi. Savolim shundan iboratki, juda ham savollarim ko'p. Uni asosiysini aytaman. Hozir biz o'zimiz 1S o'rnatganmiz korxonamiz uchun. 1S
1С UNF degan upravlение наших firma. Yomon emas, yaxshi ishlayapti. Ustida ancha tajribalar orttirdik juda ko'p. Xullas, muammolarni boshqalarni o'rganib chiqdik. 1С qulay tarafi juda ko'p programmalar bilan integratsiyasi. Sizlarni programmalar shu tomonlama qanaqa? Ya'ni boshqa programmalar bilan kirishib keta oladimi? Chunki bilasiz, korxonada hech qachon bitta programma hamma narsani qamrab ololmaydi. Bir ulanish kerak bo'ladi. Masalan, agentskiy sistemani sales doktor bo'ya o'z nomlab aytdingiz. Agentda ishlash uchun sales kerak. Yoki misol uchun HR uchun nimalar xullas. Hammani o'zini nimalar programmalar bor. O'shanga bog'lanishi qanaqa bo'ladi? Aka, servis jihatdan, misol uchun sizlarda qanaqadir texpodдержка servis qanaqa? Xo'p, aka, Rahmat. birinchi savolingiz integratsiya bo'yicha. Integratsiya bo'yicha 1С integratsiya qila oladigan bu narsani biz ham integratsiya qilib bera olamiz. Bu narsa o'zi texnologiyasi unchalik qiyin narsa emas. API dokumentatsiya degan narsa bor. O'sha narsa ochiq bo'lsa, narigi taraf. Deylik, biz qaysidir sistema bilan, dasturiy ta'minot bilan integratsiya qilishimiz kerak bo'lgan payt u taraf o'zini kalit aytaylik darvozasini ochgan bo'lsa, API dokumentatsiyasi bilan biz bemalol integratsiya qilib bera olamiz. Bizga tarafdan ham xuddi shunaqa. Agar qaysidir programma bizga bilan ham integratsiya qiladigan bo'lsa, bizda ham API dokumentatsiya ochiq. Bu birinchisi. Ikkinchisi, texpodдержка deganingizda, texpodдержкamiz bor aka. O'zi bitta proyektni boshlasak, alohida proyektni menejer, texniskiy menejer ajratiladi, programmist va undan tashqari bitta operator ajratiladi. Siz telefon qilib, qanaqadir muammolaringiz bo'lsa, любой payt shu muammolarni hal qilish uchun. O'zi alohida отделimiz bor, shu narsa ishlash uchun. Qanaqadir muammolar bo'lsa, operator qilib qo'yganmiz. O'shanga xudo xolisa muammo emas, texpodдержкаdan ham. Bu yerda bitta savol bo'lgan ekan, savol uchun deb qaysi narxdan 30% skidka deb. Biza o'zi standartlarimiz bor. Narx yo'q deganim narx bor aka. Narxi o'zi standartlari bor. Aytaylik, men sistemani olaman. Litsenziyamiz bor. Qanaqadir modullarimizdan litsenziyasi bo'ladi, narxi. O'sha narxdan litsenziyani skidkasini aytolman. Aytaylik, qanaqadir omborni o'zini olaman desangiz, omborni o'ziga sizga berib, mana shu narsa bunaqa bo'ladi deb bir marta обучение bilan sizga o'rnatib, bo'ldi, ishlayvering deganimda, o'zini standart narxi bor. Bu narsa bir xil. Prosta narxlar nimaga qarab o'zgaradi? Nechta odam ishlashi. Bu narsani aytaylik, menda ikkalamizda ham ombor bo'lishi mumkin, lekin sizda 5 ta yoki 10 ta ombor bo'lishi mumkin, menda bittadan ombor bo'lishi mumkin. Siz aytasiz, men ombor qilganimda, meni omborimda har xil 5-10 xil funksiyani aytishingiz mumkin. Men уже сразу bilaman sizga mana bunaqa darabotklarni qilishim kerak ekan deb sizga spiskasini qilaman bu narsani. Men уже bu narsadan programmistimizning vaqti qancha murakkabligini aniqlab, biz bu yerda alohida gaplashib, основной litsenziya bo'ladi o'zi. Основной litsenziyani ustiga darabotkani qo'shiladi. Shu farqi. Основной litsenziyadan 30% skidka beramiz baribir. Shu narsani nazarda tutgan edik. Aytaylik, qanaqadir определенный summalar bor. Bu narsani ham nomeringizni qoldirsangiz alohida gaplashamiz. Men sizga o'zi aytaylik price listi bunaqa, narxi, darabotka narxi buncha, sizga skidka buncha bo'ldi deb ko'rsatib gaplashib aytib bera olaman. Chunki modullar har xil aka. Aytaylik, bitta Logix ERP standartini o'zida savdo, ombor, moliya, ishlab chiqarish, asosiy vositalar, HR, CRM har xil modullar bo'lishi mumkin. Scout, mana shunaqalar. Undan tashqari yana menga aytaylik, yaqinda bitta klient bilan ko'rishdik. Ularda bitta ham ombor, ham ishlab chiqarish, ham o'zlarining akademiyasi bor ekan, uchability center, Scoutda alohida qo'yib ber, HR alohida qo'yib ber deyishdi. Ular уже modullari standartdan ham ko'payyapti-da. Уже ular bilan уже individual alohida gaplashamiz. Darabotkalari ham shunga yarasha bo'ldi ularda. O'shanga standart bo'lsa, standartdan bunchalik chiqib ketmaydigan bo'lsa, unda уже qiyin bo'lmaydi. Narxlarni ham chiqarish, joriy etish ham, внедрение ham unaqa muammo bo'lmaydi. Yana savollaringiz bo'lsa, bersanglar bo'ladi.
Bo'lmasa savollaringlar bo'lmasa hammanglarga ulanganinglarga rahmat. Biza shu veb saytimizni ko'rsanglar, o'zi Instagramimizda, veb saytimizda hamma joyda nomerlarimiz bor. Любой payt bo'lmasa xohlasanglar o'zinglarning nomeringlarni qoldirsanglar Instagramimizga yoki veb saytimizda ham zaявka qoldiradigan joy bor. Biza sразу sizlarga aloqaga chiqamiz. Hammanglar qatnashganinglarga rahmat. Vaqtinglarni ajratib. Sizlarga ham rahmat qatnashganinglarga. Sog' bo'linglar.